yangi savollarga javob qidirish davri desak ham bo'ladimi buni hozir? O'zini tanimas ekan. Bir fikrlar esimga keldi. Kecha aqlli edim, dunyo o'zgartirmoqchi edim. Bugun donoman, o'zimni o'zgartiryapman. Shunaqa bir martabaga erishgan insonlar ham haqni tanimaganlar bor-da. Ustozi bor, ustoz yo'li borda. Ustozi yo'l sirazi ko'rinadi. Ustozi bor ham sirazi ko'rinadi. Shogird tayyor bo'lsa, ustoz topiladi deymiz. Hasan aka raketaga o'tirib, yorug'lik tezligida fazoga uchsalar, 2 kun borib aylanib kelsangiz, sizda 2 kun o'tadi. Lekin Husan aka o'sha 90 ga kirgan amaki bo'lib qolishi mumkin. Zo'r, bu bilmagan narsalarimizni bilish bizga nima beradi? Xolodilnikni ochadi, go'sht bo'lmasa, qo'lni ochib duo qilmaydi. Rahbarim dabdala bo'lib ketsin demaydi. Lekin mamtadan bitta o'tsa, sizni biznesingiz har oy biz oiladan yopamiz. Berdim. Obedgacha qilaman deydi-ku. Ne hali ham bo'lmasa, soat 6 bo'lsa, men hali obed qilmadim deydi-ku. Xo'p dedi, biz endi shunaqa rasvomiz, befarosatlik qilib qo'yamiz. Bilmayman ham. Nafs akslovchi xafa qilganlarga murojaat qilib qo'ying. Xafa qilgan bo'lsam, hammadan uzr so'rayman. O'zingiz oynada ko'ryapsizmi? Energiya zavotgan temalarni. 2-3 marta eshitganman. O'lmasdan uni o'lgan deb. Kerak Bugun bo'lgan. stop kran bo'lib qolsa, tayyormanmi degan narsaga men hali tayyor emasman. Pulni o'zi baxt keltirmasligi aniq. Bugun siz uchun baxt nima? Siz bugun o'sha yo'ldagi odamlarsiz. Ustozingiz bo'lmasa, siz ustozingiz shayton bo'ladi. Ha, degan gap bor. to'ppa-to'g'ri. O'shanga ustoz kerak. O'zlarchi kashfiyot kelganlar. Insaytlarni ochsangiz ham bitta chiroyli. Yoki umuman faqat biznes 49 yil o'zim farzandimni katta qilgan ekanman. Shundan xossekin, dedimga qaytarib berishma shug'ullanamiz-da. O'zingizda. Yo'q. Ana zo'r mavzu. er qiladigan, qora yer qiladigan xotin degandek, naql bor-ku, inson tomon qiladigan kibr va nafs degan narsa bo'lyapti. Instagramda qaragin nimalar bo'lyapti, ko'rasanmi, siqilyapman. Xalq uchun undoq desa chiroyli etdi. Men ko'rdim Instagramda, men Facebookda emasman. Men maqolalar o'qiyman, men kuchli fikrlovchi, tafakkur qiluvchi insonlar bilan mashg'ulmanki, umuman Instagramdan ishim o'sha kuni o'chirib tashladim, deb xafa bo'lib ketdim-da. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, biz sizlarni sog'indik. Ancha bo'ldi biz efirlarimizni orasida o'ziga xos tanaffus bo'lib qoldi. Bundan 2 kun oldin men anchadan beri sog'ingan, yaxshi ko'rgan Alisher Isayevning bilyard klubiga bordim, undan keyin birgalashib nonushta qilamiz dedik. Har xil mavzular ochildi, lekin qalb mavzusida suhbat ketdi va bugun bu efir tug'ilishiga sababchi bo'ldi. Alisher aka, assalomu alaykum. Bugun men nafaqat o'zim, men bilan bir qatorda mezbonlikda men uchun juda qadrli inson Nilufar Anvar bilan bir qatorda Alisher Isayevni qalb mavzusida, sokin qalb, xotirjamlik maskani loyihasida qahramon sifatida taklif qildik. Alisher aka, o'sha kun bir yaxshi gapni gapirdingiz. Insonlarning hayot jarayonida ma'lum bir payt kelar ekanki, xotirjamlik qidirib qolar ekansiz. Keling, aynan mana shu so'zingizdan bugungi suhbatni boshlasak, o'sha gaplaringizni takrorlaymizda va siz belga tepasiz, men oyog'iga o'raman qilib suhbatimizni yaxshi ochamiz. 2 ga bir ekanda o'zi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Taklif uchun kattakon rahmat. Ancha sog'indik sizni ham. Xotirjamlik degan endi o'zi har bir inson ma'lum bosqichlardan o'tar ekan hayotda. Ustozlarimiz bir ta'rif berganda zo'r tushar ekan. Ya'ni odamda hayotda 3 ta bosqich bo'lar ekan. Birinchi bosqich shu boshida 30 yoshlargacha qorin bosqichi deymiz, ya'ni qorin bosqichida insonlar ko'proq shu qorinni o'ylaydi, ya'ni oyoqqa turishni o'ylaydi, ya'ni daromad topishni o'rganadi, uyli, mashinali bo'lishga harakat qiladi. Keyin shu 30 dan keyin bu aql bosqichiga o'tar ekan. Aql bosqichida odam endi bu xos qorindagi narsalarni optimizatsiya qiladi, ko'proq intellektual narsalar, ko'proq yoqadigan narsalar bilan shug'ullanishga harakat qilar ekan. Shu odatda 30 dan 50 yoshgacha bo'lar ekan. Shu 50 dan keyin odamlar qalb bosqichiga o'tar ekan. Ya'ni butun umr o'zini tanimasdan o'tib ketar ekanda, qalb bosqichida odam o'zi bilan ko'proq tanishishga harakat qilar ekan. O'zi kimman, nega kelganman, nima qilyapman degan savollar bilan shug'ullanib, ayniqsa tadbirkor insonlar, men keyin o'zim kuzatishni boshladim atrofdagi tadbirkorlardan. Qalb bosqichida biznesga nisbatan qiziqish yo'qolar ekan. Ya'ni biznes bo'lib turadi, qanchadir nimadir bo'lib turibdi, daromad kelib turibdi, lekin prioritet o'zgaradi. Prioritet o'zgaradi, qiziqish o'zgaradi. Ilgari misol uchun operatsiyonkada
baza qilsa odam, biznesni ichiga chuqurlashib, qanaqadir xodimlar bilan ishlab, mijozlar bilan gaplashib yurgan odam birdaniga umuman qiziqmas mavzu bo'lib qolar ekan. Va odam shu buyog'iga o'sha aytganingizdek qalb mavzusi, xotirjamlik qidirib, o'zini qidirishni boshlaydi ekan. O'zini qidirishni boshlaydi ekan. Biz o'zimizni taniymiz deb o'ylaymiz, lekin inson o'zini tanimas ekan. Qanchalik tanishmoqchi bo'lsangiz, o'shancha tanimasligingiz bo'lib qolar ekansiz. Shunaqa zo'r gaplarni aytyaptilar. Jaloliddin Rumiyni bir fikrlari esimga keldi. Kecha aqlli edim, dunyo o'zgartirmoqchi edim. Bugun donoman, o'zimni o'zgartiryapman. Menga rosa ham qiziq bo'ldi. Mana yozib oldim, qorin bosqichi, aql bosqichidan Alisher Keysayev o'tib bo'lganlar, hozir qalb bosqichidalar deb o'ylayapman. Shuning uchun haqiqatan donolikka o'tib o'zingizni o'zgartirmoqchimisiz? Agar ha bo'lsa, nimada o'zgartirmoqchisiz? Qayerga bormoqchisiz? Qayerni qidiryapsiz? Nimani qidiryapsiz? Bu yerda endi donolik bo'lmasa kerak, bu ko'proq telbalik bo'lsa kerak. Ya'ni telbalik deganda bu biz haqiqatda bir shu 50 ga yaqinlashib qoldik. Hech qancha qolmadi 50 ga. Donolik emas bu. Bu ko'proq mana boshida aytganimizdek aql bosishida qop-qorong'i xonadasiz. Qop-qora xonada bir fonar bilan yuribsiz. Boshida fonaringiz 20 santimetr yorityapti. Keyin sal dalniy yoqilyapti, 1 metr yorityapti. Keyin fonaringiz kuchayyapti-da 2 metr yorityapti. Va shu 50 gacha qaragin fonarimiz zo'r bo'lyapti, yildan yilga deyapsiz. Yildan yilga aqlliroq bo'laman, yildan yilga ko'proq narsa o'rganyapman deyapsiz-da. Shu qalb bosishiga kelganingizda bitta quyosh chiqar ekan. Quyosh chiqsa, ham qo'lingizdagi narsaga qarar ekansiz-da, nima bu der ekansiz-da, yoqmay qolar ekan. Tashlab yuborasiz. Chunki shuncha quyosh chiqib turibdi, yorug'likda bu mana 2 metrga yoritadigan fonari mohiyati yo'qolar ekan. Ya'ni nima kerak edi shuncha fonar deydigan narsa bo'lib qolar ekan. Endi hozir kimdir o'ylamasa, depressiya, pessimizm emas. Yo'q, hech qanaqa depressiya yo'q, hech qanaqa pessimizm yo'q. Faqat strelka burildi. Boshqa ilgari biznesga ko'proq qiziqish, qanaqadir moddiyatga ko'proq qiziqish bo'lsa, hozir bu yoqqa qiziqish yo'qolib, bu yoqqa boshqa joyga ketib qoldi. Birdaniga ertalab uyg'onganda bo'ladimi, sekin o'zgaradimi? Menda birdaniga bo'ldi. Boshqalarni bilmayman. Menda bitta ko'zingizni ochasiz, tushunmadim deysiz. Boshqa tanada uyg'ongandek bo'lasiz, boshqa holatda uyg'ongandek bo'lasiz. Shu ustozimiz aytdilar, bir 50 yoshda bo'lasan deb ogohlantirganlar. 48 da bo'lib qoldim. Keyin ustozimizga bordimda, aytdim, ustoz 50 da deyapsiz. 48 da bo'ldim desam, hijriy hisoblab ko'rdingizmi deb hazillashib qo'ydi. Hijriy hisoblasam, ChatGPTdan so'rasam, hijriy 50 ekan. Ya'ni plus minus bo'lar ekan. Rovno 50 degani emas endi shu plus minus shunaqa. Lekin qarang, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Munosabat haqiqatan muhimda. Kimdir haqiqatan ham krizis переходного возраста deydi. Kimdir hali yoshlikda, bolalarimiz переходный возрастda, kimdir yana krizis среднего возраста deydi. Lekin yangi savollarga javob qidirish davri desak ham bo'ladimi buni hozir? Shunaqa. Ya'ni u ilgari misol uchun shu yoshgacha siz biznesda izlanish qilyapsiz. Qanaqadir biznes yangi qirralarni o'rganyapsiz. Endi o'zimizdan sohamizdan kelib chiqqan holda. Juda ko'p o'sha marketing, savdo, HR nima bo'lsa o'sha o'zimizdan sohada doim o'rganishga B2C bilan shug'ullanib kelganmiz-da. Endi o'sha izlanishlar boshqa sohada bo'ladi. Ya'ni o'zingizni qidirishga boshlaysiz. O'zingizni qidirayotganingizda ko'plarda kriz o'tadi. Mana g'arb davlatlarini solishtirsangiz, endi g'arb davlatlarida ko'proq endi baribir turmush tarzi sal boshqacharoq bo'lganiga mamlakat urilib ketadi. O'sha ishdan keyin boradi, barga boradi, mayxonaga boradi, xullas har xil o'zini qidirib topolmasdan deb o'ylayman shu narsani. Ya'ni yana nima Alisher aka, shu yerda gapingiz bo'laman. Nima deydi? 70 ga kirgan, 80 ga kirganlar ham o'sha fonarik bilan yurganlar bor. Umuman quyoshni his qilmaganlar bor. Sezmaganlar bor. Siz his qilish, tuyg'uga o'tyapsiz deb baribir deb o'ylayman.
ustozingiz ham bor ekan, havas qilsangiz edi. Haqiqatdan chet elliklar haqida ham gapiryapsiz. Baribir o'zini so'zi termini bilan gapirish kerak. Allohni tanish, haqqini tanish degan bir yo'lga kiryapsiz. Havasim kelyapti-da baribir ham. Nima sabab bo'lyapti bunga? Bu qo'sh tirnoqda to'ygandan keyin hamma pulim bor, kasbim, muvaffaqiyat, tanilish, hamma narsa bo'lgandan keyinmi desa, necha nafar odamlar bilan uchrashdim. Shunaqa bir martabaga erishgan insonlar ham haqni tanimaganlar bor-da. Sizda aynan Alisher aka Isayevda bunaqangi quyosh qanday, bu qanaqa nima deydi, sabab, omil, faktor qiziqda. Balki o'sha yo'l nazgini tanitarsiz auditoriyaga. Endi men bu narsa deya olmayman, chunki biz endi nima deydi, bu sohada bu bosqichda hali bog'chadamiz, yasli gruppadamiz hali. O'shanga katta kuzatuvlar natijasi hali yo'q. Ya'ni men buni eshitib, misol uchun 20 ta odam eshitib bir qanaqadir fikrga keladigan narsa yo'q, lekin o'zimda bir nechta omil bo'lsa kerak. Omillardan bittasi bu baribir biologiya, fiziologiya. Ya'ni baribir yosh o'zgarish, yosh o'tishi bilan shu narsaga kelinar ekan baribir. Balkim bu muhit, ustozlar, ya'ni to'g'ri ustoz, to'g'ri muhit, to'g'ri insonlar bilan suhbatlashishingiz baribir qanaqadir trigger bo'ladi bu narsaga. Ya'ni uni eshitasiz, buni eshitasizda, keyin to'xtadi, o'zingizda ham miyangizda qanaqadir lega yig'ilib qolar ekan balki. Hammada har xil bo'lsa kerak endi. Qarashlar o'zgaradi. Qarashda o'zgaradi, keyin prioritetlar o'zgaradi. Prioritet deganda nimagadir nisbatan misol uchun 100 balldan 90 ball berasiz muhimlik bo'yicha. Keyin nimagadir muhimsizligingiz 10 ball berasiz. Mana shu 90 ball bilan 10 ball joy bilan almashib qolish mumkin ekan. Kecha zavq olgan narsa zavq bermaydi. Nimadan zerikdingiz, nimadan charchadingiz, nima bugun prioritetini Charchash prioritetini bir paytlar A kategoriyadagi narsa B'ga yo C'ga tushib ketdi bugun sizga. misol uchun ilgari biznesni ichida yurib, operatsiya ichida yurib maza qilgan odamman. Endi butun umr operatsiya bilan shug'ullanganman. Hozir zavq yo'q. Hozir ham borsam, zeriksam ofisga boraman, yarim soat, 1 soat ozgina bosh qotiraman, ketaman. Unaqa mana hattoki xodimlarimiz ham, mana top menejerlarimiz ham mana Alisher aka ko'rishaylik, maslahatli ishlar borsa o'zingizlar hal qilaylik deb boraman ko'p masalalar, chunki vaqt yo'q. Ya'ni vaqt yo'q, qaysi ma'noda? Bu narsaga vaqt. Demak, o'zi vaqt bor, bunga vaqt bergisiz, ajratish niyatingiz yo'q. Shunaqa. Nimaga vaqt bor? Nimaga xohlayapsiz vaqtingizni bag'ishlash? Qanaqadir o'z ustida ishlab, misol uchun men hozir menga qiziq mavzu kvantum fizikaga qiziqib qolganman. Kecha ham bir o'zbek o'g'loni, mana professor inson Ulug'bek aka Yaxshiyevda adashmasam familiyalari, Ulug'bek aka mana kecha suhbatlashdik. Kvant fizikadan professorlar ekan. Italiyada, Germaniyada, hozir Koreyada dars berar ekanlar. Universitetda inhada ishlar ekanlar Koreyada. Maza qilib suhbatlashdi. Mana shu mavzu suhbat mazada men uchun, ya'ni o'sha yerda kvant fizikadagi o'sha olimlar nima qilyapti, ichida qanaqa biz bilgan dunyo umuman boshqa dunyoligini hattoki o'zi olimlar isbotlayapti. O'sha narsa menga shaxsan o'zimga o'sha narsaga kirsam, masalan qiziqib gapirib ketaman. Unda energiya beradi. Agar misol uchun kimdandir o'tirib biznesda mana B2B nima, B2C nima desa, gaplashamiz, muammo siz zerikarliroq. Ukam batareyam kam deydi. Sizga ham uzr gapingiz. Bo'lmasa to'g'ri, endi to'g'ri bo'lib chiqyapti deb Imom G'azoliyning gapini aytolmayman. Haqiqatda to'g'ri-da. Ya'ni hamma narsa Allohdan boshqa hammasi yolg'on degani baribir isbotini topyapti-da. Chunki ko'p shunaqa muvaffaqiyatga erishgan insonlar bilan suhbatlashganda oxirgi nuqtani topishgani va u yerda his tuyg'u boshqaligi, mazza boshqaligini aytishadi. Oxirgi nuqtani topgan deganingiz bu yo'l, bu hali topmadik. Hali shuni qidirib topishga hali ancha bor, lekin yana bitta koridordan nur kelganday bo'lyapti deng. Quyosh chiqyapti-da, o'sha nima ekan qaryapmiz-da. O'sha katta kitobga o'xshatadigan siz endi 1-2 varaqni o'qidingizmi, anchasini o'qishga vaqt bo'ldimi? Hozir sodержаниясini ko'rib chiqdik. Hali sodержание. Mundarajasini nimalar bor ekan. Xo'p, demak, keling mana shuni siz bugun Alisher Isayev qalb mavzusida, sokinlik bobida, xotirjamlik bobida qaysi mavzularga fokus qaratyapsiz? Balkim 1 oydan keyin, 1 yildan keyin, 5-6 yildan keyin o'qdi Alisher Isayev bu narsani 5 yil oldin aytdi. Men endi shu eshikka kiryapman deydi. Kimdir men ham shu eshikda ekanman.
haqiqatdan gapi bir xil deydi, lekin kimdir sizga telefon qiladi, man bundan 5 yil oldin o'tganman, 10 yil oldin o'tganman, man bu yerda mana bunaqa masalalar bor deb balki murojaat qiladi. Endi mavzular qanaqa? Mavzu shuki, mana Mamit biton bo'lib yotganini ko'ryapmiz. Hammamizda. Endi men birovga javob Yo'q, beraman. endi ommatan o'zi bor-da. Eng katta biton o'zimizda. Eng rasvo o'zimiz bu yerda. Shu Hozir aka man maza qilyapman. Alisher rasvo haqida gapiryapti. Shunaqa o'sha bitonni oldida o'tirib, drellar bilan Tekshirib, teshib. o'zingiz tekshiryapsizmi yoki kimgadir tekshiryapsizmi cho'chqa oldirganda? Ya endi bu baribir shunaqa mavzuki, har xil manbalardan o'rganasiz. Bu yerda uni eshitasiz, bu bilan suhbatlashasiz. Hali klub anonimni alkogolik deydi, buni ham o'zini izlanasiz. hali qalb mavzusidagi do'stlar atrofida bir talpinib zavq oladigan joyi bor aslida. Shunaqa odamlarni qidirish bilan shug'ullanasiz. Topilib ham qoladi. Ya'ni qidirsangiz topiladi. Qidirsangiz topiladi, ya'ni kim ekan shu bosqichda, nima qilyapsan, nima bosqichlardan o'tding deb baribir qiziqish bo'ladi baribir. Alisher aka menga Qidirsangiz chiqadi-da. rosa ham qiziq bo'lardi javobingiz. Aynan Alisher aka shuncha yo'llarni bosib o'tib 50 yoshdan oshganlarida mana kvantoviy fizika haqida aytyapsiz. Mana metafizika haqida bir suhbatlashganimda nima deydi, shokka tushib qolgandimda. Shuncha ilm bor ekani, men nimani o'qib yurgan ekanman deb. 50 ga kirib, yosh hozirgi 20-30 yoshli yigitlarimiz xuddi sizga o'xshab, boshqa ustozlarga o'xshab quyoshni ko'rganda fikrlari o'zgargunga qadar biron bir maslahat berarmidingiz? Baribir mana misol uchun ko'chada insonlarni ko'rasiz. Misol uchun boshqacha endi sal qo'polroq bo'lsa ham bitta misol keltiraman. Ko'chada kuchuk ko'rdingiz. Egasi bor yo'lni ajrata olasizmi? Kuchuk nima? Kuchuni. Ashinligi, taralgani, tozaligi, o'zini tutishi, ana ko'zida to'qlikmasi. Bittada qarab, bu ko'chani kuchugi deysiz yoki buni egasi bor deysiz. Insonlarda ham bilmadim endi qanchalik to'g'ri buni ajratish. Ustozi bor, ustoz yo'li bor-da. Shu ustozi yo'l sirazi ko'rinadi. Ustozi bor ham sirazi ko'rinadi. O'sha yoshlarga endi maslahat qanaqa? Baribir ustoz kerak ekan. Hayotda ustoz bir GPS desak, ya'ni ustoz anaqa qiblani ko'rsatib turadigan inson, navigator. Ustoz bo'lmasa qiblaga orqangizdan turib ham namoz o'qiverasiz-da, yaxshi emas. Shuni baribir putevoditel, ustoz, o'sha yo'l ko'rsatuvchi inson bo'lish kerak. Biz endi alhamdulillah hayotimizda juda ko'p ustozlar bo'lgan. Ustozlarga men juda omadli insonman deb bilaman. Shu har bir bosqichda o'zini ustozi chiqqan, o'zini o'sha to'g'ri yo'l ko'rsatadigan GPS kompas rolini o'ynab turib, to'g'ri maslahat beradigan insonlar kelib chiqqan. Shuni o'ylaymanki, har bir inson ustoz bo'lishi kerak. Ustoz bo'lmagan inson o'zini yo'qotib qo'yadi. Ustoz bo'lmagan inson o'sha ko'chadagi nimaga o'xshab qoladi. Shu maslahat shu. Ajoyib. Endi mana qarang, siz ustoz topdingiz, qidirdingiz. O'zi shogird tayyor bo'lsa, ustoz topiladi deymiz. Ko'pchilik qaysi mavzuni qidirsa, qulog'im og'risa, quloq doktori borib qidirib bo'lsa ham topgandek, shu mavzudagi odamlarni qidiryapsiz. Shunaqa. Demak, ustoz qidirdingiz, bugun boyaga aytgandek fazalari ko'p. Qanchalik o'sha yana bir qalb mavzusi va kvant fizikasi dedingizmi, nima dedingiz? Kvant fizika. Kvant mexanika deyiladi. Kvant fizika mexanikani sizni rakursingizda qalbga oid jihatini mayli ashula qilib, siz endi bunga 1 yilmi 2 yilmi bag'ishladingiz, xulosalarim, kuzatuvlarim shunaqa bo'lyapti degan narsa. Fizika endi dehqoncha tushuntiradigan bo'lsak, oddiy odamlar tushunadigan qilib, fizika bu klassik fizika bor, ya'ni o'sha Newton fizikasi deymiz. Va kvant fizikasi bor. Misol uchun kvant fizikasi juda ko'p holatda klassik fizikaga endi zid demaymiz-ku, umuman boshqa dunyo. Misol uchun deylik, mana bizda 3 o'qda yashaymiz. 3D deymiz, 3D da. Ya'ni 3D da yana 4-D bor. 4-D bu vaqt. Ya'ni vaqt juda nisbiy narsa. Mana kecha ham shu Ulug'bek domla bilan professor bilan suhbatlashganimizda ham shu mavzu ko'tarildi. Vaqt juda nisbiy narsa. Misol uchun o'sha Hasan Husan
hozir Hasan aka raketaga o'tirib yorug'lik tezligida fazoga uchsalar 2 kun borib aylanib kelsangiz sizda 2 kun o'tadi. Lekin Husan aka o'sha 90 ga kirgan amaki bo'lib qolishi mumkin. Vaholanki bir vaqtda tug'ilgansizlar, lekin vaqt har xil nisbiy. Buni shunga o'xshagan mana bu 4D bu 4-da, ya'ni vaqt degan joyi bor. Ya'ni bu 5D bor, 6D bor, 11D bor. Kecha mana Ulbek akadan so'radim, 11D'dan ham ko'proq narsa bo'lishi mumkin desa, bo'lishi mumkin. Millionda ham bo'lishi mumkin. Hali bizani ilm fan bu narsaga yetmaydi. Aqlimiz yetmaydi. Ya'ni shunaqa dunyo bor. Har qanday pardalar ko'p pardalar bekilganda, o'sha pardalarni sekin olimlar ochish boshlayapti. Pardalarni ochgan insonlar bilan suhbatlashsangiz, ular bilan u dunyoni gaplashsangiz, u boshqa narsalar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni dunyoni yaratilish prinsipi biz bilgan, maktabda o'rgangan haligi oddiy fizika emas. Ya'ni ancha ko'proq biz bilmagan narsalar bor ekan. Zo'r, bu bilmagan narsalarni bilish bizga nima beradi? Bu shu jumladan endi men ko'proq baribir biznes ichida yurganimga, men buni biznesga o'girishga harakat qilaman. Qanaqa qilib o'sha bilimni endi atrofimizda tadbirkorlarga manfaat keltiradigan ilmga aylantirish. Ishlata olamizmi? Ha, nima? Mana qanaqadir birorta кейс aytaylik, Hasan aka, mana 100 so'mlik bilim bor, 1 so'mligini ishlatganda ishlatmagan odamdan menimcha farqiga natijaga erishish mumkin bo'lsa, bu energiya masalasi. Buni mana kvant deymiz, energiya deymiz. Misol uchun energiya nuqtai nazaridan. Deylik, o'zi mana katta tadbirkorlarni 5% katta bo'lishini 5% bu biznes ilmi. 95% bu o'sha energiya mavzusi. Ya'ni o'sha kvant mavzusi deymiz. Misol uchun kichkina elementlar qanaqa qilib tadbirkor bu narsadan foydalanishi mumkin-da? Bu misol uchun energiya, bu ham shu jumladan rozi rizochilik ham energiya-da. Kimdir rozi qilsangiz, u qanaqadir siz bir qanaqadir ko'rinishda kvant olasiz, energiya olasiz. Deylik, mana siz oyliklarni qachon berasiz? Misol uchun oy tugadi, 5-to'yda oylik berasiz. 5 kun haligi odamni haqqini ushlab turibsiz-da. Bu oy bo'ldi-yu. Ichidan nimalar o'tishi mumkin? Kimdir bitta xolodilnikni ochadi, go'sht bo'lmasa, qo'lni ochib duo qilmaydi, rahbarim dabdala bo'lib ketsin demaydi. Lekin mana bundan bitta o'tsa, siz biznesingiz to'kilishni boshlaydi. Nimaga to'kilganingizni ham bilib qolasiz. Siz bilmaysiz. Endi energiyaning bitta ko'rinishida siz bilmay qolishingiz mumkin. O'shanga misol uchun biz tavsiya qilamiz, o'zimiz ham shu narsa qilamiz. Misol uchun oy tugamasidan 27-28 har oy biz bir oylikdan yopamiz. Avans berdim. Avans emas, biz to'liq yopamiz. To'liq yopamiz, oy tugamasidan. Bu nimaga? Chunki biron haqqi bu. Hozirgi bilimingizni bilgandan keyin asosini yopishga harakat qiling. Buni asosini yopishga harakat. Lekin bilmagan holda kimnidir dilini xira qo'ygansiz, bermagansiz, bugun balki o'sha qaysidir narsalar qilyapsiz. Mana misol uchun nimadir dilini xira qildingiz, qalbidan nimadir o'tib ketdi, xafagarchilik, norozichilik, u o'zi bilmasligi mumkin bu narsani, lekin sal o'tib qoldi. Dedi, mana hozir xo'jayin yuribdilar Maldivda, men xolodilnikni ochdim, xolodilnikda go'shtim yo'q. Bitta o'tib qolsa bo'ldi. Bu yerda baraka ketadi. O'zi baraka ketadi. Keyin qarasangiz suvda tushib ketyapti, hamma zo'r xodimlaringiz ishdan ketib qolyapti-da. Keyin nimaga deysizda? Tushunolmasdan haqli treninglarga borasiz. Umraga borasiz, hajga borasiz, namoz o'qiysiz, qoraga borasiz. Shunaqa. Ya'ni dam solasiz, bir bola qilasiz, lekin asli tegmasdan kichkina elementlardan tashkil topgan ekan bu dunyo. Qo'y. Mana shu elementlarni to'g'ri foydalanib, to'g'ri shu biznesga tatbiq etib qilsa, menimcha juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Kichkina elementlar xolos. Nimalarni o'zgardingiz shu narsani bilgandan keyin? Ko'p narsa o'zgaradi. Nimani o'zgartirdingiz? Nima eski xatolaringizni angladingiz? Yo'q, biz endi ko'proq mana mijozlar bilan ishlaymiz. Mijozdagi misol uchun mana shu bilgan narsamizlarni, mana shunga o'xshagan narsalarni tavsiya qilamiz. Kimgadir borib, aka uzr, oyligingizni 27 emas 5 bergan ekanman dedingizmi yo qalban indamasdan 27 dan boshlab berishni boshladingizmi? Biz endi men har doim oy tugamasdan berganman. Hozir nimagaligini tushunmayman. Men o'zi asosini, chunki men misol uchun xalqaro kompaniyada ishlaganmiz, mana SAPda ishlaganmiz. SAPda 27-28 SMS keladi, oyligim tushdi deb, oy tugamasdan. Mazza qilardi. Men o'zim xodim sifatida mana qara zo'r bolalar derdim-da. Kichkina duo qilib qo'yarsiz, keyin qarasangiz aksiyalar o'sib ketishni boshlaydi-da. Boyga baraka bo'ladi. Baraka bo'ladi. Shunga o'xshagan kichkina elementlar bor. Demak, shu energiyani oshirib oladi. Xo'p, xuddi shunaqa siz kimgadir nimadir xizmatini qildingiz. Siz xafa bo'lmadingiz, u ham xafa bo'lmadi. Mabodo
yo berdingiz bermadingiz, yo oldingiz olmadingiz bermadi. Unda ham kvant fizikani energiyani salbiy yoki ijobiy tomoni bormi? Nima bo'ladi unda? Yo'q, mana misol uchun kimnidir ishini qildingiz. Mana va'da qildingiz. Misol uchun bugun kechgacha ish tugatib beraman dedingiz-da, va'dangizni bajardingiz. Bu ham biroz rizochilik. Haligi anekdotdagi bo'lish kerak emas-da. Obedgacha qilaman deydi-yu. Men hali ham bo'lmasa soat 6 bo'lsa men hali obed qilmadim deydi-yu. Ya'ni unaqa emas-da. Misol uchun birgacha qilaman dedingizmi, birgacha qilishingiz kerak. Ya'ni mana shu kichkina va'da berdingmi, ahdga vafo qilish ham kosmosga uchirib oladi. O'sha bu mana dunyoning tuzilish qonun qoidalarida bu. Biz nima qilamiz? Biz misol uchun aytamiz, bilmayman, kimdandir kelishamiz, bugun misol uchun men pulingni berib yuboramiz deymiz. Keyin bugun bermadingiz-da, beparvo bo'ldingiz, aytasiz, mayli, endi ertaga beraman, qochib ketarmidim desiz, bo'ldi, sinasiz уже. U ya'ni hali odamning ichidan nechta narsa o'tadi ertalabgacha. Anti duolar qilib tashlaydi-da. Endi duoning teskarisi qanaqa bo'ladi? Anti duolar qilib tashlaydi siz ertalabgacha. Endi mana chiroyliroq aytamiz-da, yana ertalabgacha xayoldan nechta narsa, qalbidan nechta narsa o'tadi. Bo'ldi, o'sha ketdi ana sanga. O'qdi-ya. Qora nur bo'ldi. Qachondir ishlaydi-a barra. Qachondir emas, sразу ishlaydi. Alisher aka, siz nima haqida gapiryapsiz? Ya'ni odamiylik xususiyatida, aynan poklik haqida, halollik haqida yolg'on gapirish kerak emas. Ayni oxirgi mana shu 100 yillikda insonlar insonligini ancha unutib qo'yganmiz-da. Sizga o'xshagan ustozlar agar odamiylik bo'lishni yanada targ'ibot qilsa, ba'zi vaqtda xunuk, lekin rus tilida aytadi-yu, животное существо deb, insonlarni ham hozir hayvondan farqi yo'qligi, faqat ikki oyoqda yurishimiz, lekin ba'zi qilayotgan ishlarimiz juda ham xunukda. Alisher aka, haqiqatan ham juda ham ichkariga kirib ketyaptilar-da. Ba'zi tadbirkorlar buni anglab yetishi ham oson emas. Qarang, unday qarasalar oddiy oylik haqida gapiryaptilar, lekin insonlarning qalbida ozor bermaslik haqida, dili xira bo'lmaslik, oddiy bitta rozi qilishlik, aldamaslik, halollikni oldinga qo'yasiz. Esda bo'lsa, nimalarda ham Telegram, Instagramlarda aylanib ketuvdi andash kayfi. O'zbekov есть такое слово rozimisiz deydi. Oldi berdi qilganda ham, bozor qilganda rozimisiz deb beradi deydi. O'sha rozi qilishda gap katta ekanda, to'g'rimi? Siz mehnat qilsangiz ham rozimisiz, men pul bersam ham rozimisiz degan element bitta kvant fizikadagi energiya jihati. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va Kommunal xo'jaligi vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning dastlabki 11 oyi mobaynida qurilish me'yorlarini buzish bilan bog'liq qariyb 9000 ta holat aniqlangan. Natijada 4000 dan ortiq obyektning qurilishi to'xtatilgan. So'nggi 3 yil ichida esa taxminan 1500 ta obyekt buzib tashlangan. Siz uyingiz xavfsiz ekanligiga ishonchingiz komilmi? Aslida siz orzu qilgan uy qanaqa bo'lishi kerak? Hech qanday kamchiliklar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Чтобы была комфортная и уютная. Eng muhimi bolalar xavfsizligi. Daraxtlar, suv, tabiat bo'lsa yaxshi-da. Sport va qulaylik bilan bog'liq bo'lsa. Ko'prosdan qilib bersa yaxshi bo'lardi. Aslida yashash uchun uy qanday bo'lishi kerak? Golden Lake bu siz orzu qilgan qulay va xavfsiz maskan. Umumiy holatda 4,4 gektar maydonni tashkil etgan ushbu kompleks o'z ichiga turli xildagi qulayliklarni jamlaydi. Kompleksning 70% qismi yashil hududlardan iborat bo'lib, loyiha uchun professional landshaft kompaniyasi jalb qilingan. Undan tashqari, 1000 dan ortiq avtoturargohlar va kompleksning markazida joylashgan o'ziga xos ko'l hududga sokinlik va tabiat bilan uyg'unlik bag'ishlaydi. Binolar havo erkin aylanishiga mos loyihalashtirilgan. Shuningdek, har xil yoshdagi bolalar uchun maydonchalar tashkil etilgan. Kompleks zamonaviy kirish nazorati va kuzatuv tizimlari bilan jihozlangan. Xavfsizlik biz uchun ustuvor masala.
Golden Lake xotirjamlik maskani. Mana misol uchun bu yana nima deb tushuntirsa bo'ladi. O'zi bu izlanish nima? Bu dunyo qanaqadir qonun qoidalar asosida yaratilgan. Biz bilmaymiz Biz просто. kichkinagina qismini bilamiz. Newton gravitatsiyani bilamiz, misol uchun bilmadim, qizil chiroyga o'tib ketsa ish taraf tushishini bilamiz-da. Lekin xuddi shunaqa yana ko'p qoidalar bor. Biz beparvomiz. Ya'ni ha deymizda o'tib ketaveramiz. Men endi mayli, endi kelib qoldi qalb mavzusi haqida gap. Radio omma uchun, hamma uchun yaxshi mavzuni ochdik. Kvant Eng fizika kerak mavzu. faqat bundan iborat emas. Yuzlab, minglab, biz hozir bor yo'q bir hali kaplasini gaplashyapmiz daryoni ichidagi. Bitta tadbirkordek bitta kaplasini hozir o'zi millionlab insonlarni qalbidan joy oladigan bo'lsa, Alisher Sayfov o'ziga yarasha auditoriyasi bor. O'ziga yarasha mavzular bor. Yana bugun biza sabab nega bu narsaga chuqurroq ommaga dalolat qilishi, o'z oldingizga maqsad qildingizmi, qilmadingizmi, reja qildingizmi, podkast ko'rinishida, suhbat ko'rinishida qabul qiladigan hududini aytyapman. Qabul qilmaydiganlarni mayli qo'yavering. Yo, shu-da, o'shanga ma'lumot ko'p, choy ko'p, piyola cheklanganda. Siz piyolaga qaraysiz. Nech litr hozir nima 2 litr suv quymayapsiz? Do'stim o'tga. Bu 2 litrli Piyola emas. piyola emasda. Choyning o'zi ham 2 litr emas. Choyning o'zi ham 2 litr emasda. Ya'ni U yoqda vodoprovodda asosiysi. shunaqa, u unaqa nima deydi, balkim qaysidir ma'noda shaxsiy mavzulardir. Balkim ommaga birinchidan ommaga kerak emas deb o'ylaysiz. deb o'ylayman. Ikkinchidan baribir qanaqadir личный territoriya degan narsa bordir, boshqa bordir-da. Demak, hali o'zingiz pishilmagan yetmagan ish. Yo, Yo, chunki siz tushmaganman. aniq 5 yil, 10 yil zo'r mavzularni qalbingizga soldi. U haqida unaqa fikrda emasdingiz. Ko'plab insonlar sizni timsolingizda bu mavzuni kashf qildi. Men nimaga Nilufar Anvarlarni Ma'no podkastda shu mavzuga ehtiyojim bo'lgani uchun oxirgi paytlar hamma ko'rsatuvlarimni shu savolni o'zini talqindagi qahramonlari uchrayapti yo'limda. Siz aytdingiz menga, Hasan aka, qarang, Husan aka mavzusi boshqa, sizniki mavzungiz boshqa. Siz qalb mavzuga ehtiyojingiz bor ekan, shu mavzularga fokus qaratdik. Men bu ilgari ham hamma biladigan narsa gapiraman. Men misol uchun yangilik ochayotganim yo'q. Lekin yangi yutuq bilan chiqdi. Lekin buni ta'siri bu qadar kattaligini bilmaganman ilgari o'zim ham. Buni ta'siri bu qadar kattaligini bilmagan edim. Xo'p, mana shu gapni gapirdingiz. Vijdonan kimdir qachondir dilni xira qilganlaringizni eslaysizmi o'zingiz? Tabiiyki. Nima deysiz? Borasizmi? Hozir nima deysiz? Aka, mana Nilufar opa xafa bo'lmang. O'sha payt o'zim bilaman ichimda. Men Nilufar opamdan keyin mana rovna Ramazon bo'ldi. Meni xafa qilganlarni va men xafa qilganlar hammasi spesifik qilib, meva bor edi-yu. Endi Sizga ham yo dilingizni xira qilganman, yo dilimni xira qilganingiz bilsangiz kerak. Yo'q, qarang, mana qilyapti. O'sha tema ketadi Mana bitta. hozir siz aytyapsiz, men duosiz qalb mavzusiga qiziqish boshlagandan keyin ko'p aynan shu mavzudagi odamlar uchrashib boshladi deyapsiz. Chunki siz bu narsaga ahamiyat berishni boshladi. Qalb shunga ochildi. Endi menda xuddi shu narsa. Men sekin-sekin ana amtib bitonlarni direllab turgan paytida Ichkaridagi narsalar chiqishni boshladi. Xira qilib qo'ygan insonlarimiz chiqib kelishni boshladi hayotimda. O'zlari kelyapti. O'zlari kelyapti. Hattoki men hozir endi efirda gapirmaymiz. Umumiy do'stimiz bor. Har doim yaxshi ko'rib, yondashib kelganman. Nimadir bo'lib qoldi deb faqat portladi. Mana sen 2 yil oldin mana bunaqa narsa qilgansan, qalbim xira bo'lgan qoldi. Men bu narsaga ahamiyat ham bermasdan o'tib ketgan ekanman-da. Rosa gapirdilar. Xo'p, dedik, biz endi shunaqa rasvomiz, befarosatlik qilib qo'yamiz. Bilib yoki bilmay dilni xira qilgan. Bilmasdan, bu bilib hech kim bu narsani qilmaydi, lekin bilmasdan shunaqa qilib qo'yamiz deb rosa jahllar chiqdi, boshqa qildi. Keling bitta quchoqlaydi, quchoqladim. Meni o'tgan bo'lsa, meni kechiring dedi. Nima deysiz? Yaxshi ko'radigan insonimiz, lekin bilmasdan qayerdadir Masha Medved bor multfilm. Medvedmizda biz kelayotganda mana shu dam olib o'tirgan bo'lgan oyog'ini shunday bosganmiz, o'tib ketganmiz. Oyog'ini bosganini ham bilmaganmiz. Hali bechara 3 hafta qalbiga bergan. gips bilan, oyog'ini gips bilan 3 hafta banisida yotib chiqqanini bilmaymiz-da biz. Xabarimiz yo'q. Chunki biz uchun bu qanaqadir bilmasdan o'tib ketgan mavzu bo'lishi mumkin. U insonga qattiq qalbiga botgan bo'lishi mumkin. Mana o'sha do'stimiz yaqinda bo'ldi shu suhbat. Kech payt bir insonimiz, yaqinimiz, u ham o'zi bilmayman nima qildi, yozib qoldi. Men shunaqa xafa qilgansan. Astag'firulloh.
man bilmayman ham. naqsh akslovchi xafa qilganlarga murojaat qilib qo'ying. Xafa qilgan bo'lsam hammadan uzr so'rayman. Alisher aka, Hasan aka, bir tomondan qaysi bir etapda men ham o'tganman. Mana shu jarayonda hech kim meni xafa bo'lmasin, hammani rozi qiling, hamma xursand bo'lsin. Ya'ni hech kimga men qora bo'lib ko'rinmaydigan bir fikrda bo'lganman-da. Lekin hozir men savolim bor. Kimnidir kibr asosida, nafs nimasida xafa qilgan bo'lishingiz mumkin va kechirim so'raysiz, to'g'ri, lekin kimnidir ради воспитания deydi-yu, ya'ni tarbiya uchun ham qanaqadir yo'l tutasiz, lekin u o'zidan o'zi xafa bo'ladi. U xafa bo'lishi o'zini noto'g'ri yo'li. Demak, shunga ham kechirim so'raysizmi? Shunga ham Man endi xuddi aynan siz aytgandek hech kecha bo'ladi. O'zimizning yaqinimiz, jigarimiz. bu buzmaysiz uni Tarbiya berish maqsadida, yaxshi niyatda ozgina cheklovlar qo'yib, mana bu narsani sal yo'lga tushib olsin degan niyatda qilingan narsa menga mana kecha mana bunaqa qilgansiz deb gap eshitdim. Nima deysiz? keyin nima qilsiz? Kechirim so'raymiz. Kechirdimi? Bo'ldi. Alisher aka, bitta narsada Hasan aka yaqinda ustozdan so'radimda, juda xunuk misolni aytaman. Hammani dilini og'ritmaslikka, ozor bermaslikka harakat qilaman, lekin 70 ga yaqin xodimim bor. Alloh o'zi kechirsin, lekin kichkina xunuk misolni aytaman. Uyingga kirib ketyapti sigir, mol. Lekin axlatini to'kayapti. Lekin mumkin emas, mol tushunmayapti. Uni kechirasiz, uzr, og'ilxonaga borib yoting demaysiz. Orqasiga xipchin bilan urib, lekin unga ozor berish uchun emas, aqlini kiritishni, bor o'zingni og'ilxonangga deyishim mumkinmi desam, ustozim ha dedi. Bu faqat tarbiya uchun. Endi o'zingiz molingiz bo'lsa-da, endi biror moli bo'lsa mumkinmi degan savol-da. Lekin u odamlarning xulqini buzilishiga sababchi bo'lmaymizmi ekan? Men bilmayman, endi unaqa birovning xulqiga qanaqadir ijobiy ta'sir qiladigan inson emasmiz endi biz unaqa. O'zimiznikini to'g'rilab olishimiz kerak oldi. Ya'ni biz kimmiz? Uni tarbiyalaymiz. Biz kimmiz? So'rab kelsa aytamiz. Mana molim mabodo u bu ish qilib qo'ymadim desa, yaxshi bo'lib so'raganing. Mana shunaqa qilib qo'ydi, mana endi sekin yashirib qo'ydi deymiz. Agar so'ramasa Demak, inson tabiati har xilda. Ba'zida hammani o'zimizga o'xshatib, lekin biz ham mana kechagina ham shogirdlar bilan tanbeh qilib, zamichani qilib, ali razbor palat qilaman. Keyin oxirida mendan xafa bo'lmanglar, yaxshi ko'rganim uchun. Tanbeh berdim. Aytdim-ku, sigir o'zingizniki bo'lsa, nima qilsangiz qilaverasiz. Qo'shniki bo'lsa, endi qo'shniki-da. Bola qarindoshingizni bolasini tarbiya qilaman deb, qarindoshi dilini qira qilish. Biz ham bizning xodimlarimiz ham yaxshigina mana qiladi. Juda xunuk ish qildi. Yo'q. Biz ancha tarbiyaviy ishlar o'tkazamiz xodimlar bilan, chunki ular ustoz deb kelishadi. Ya'ni ustozlikni kutadi bizda. Biz ustozligimizni qilamiz. Endi qo'shni ofisdagi xodim meni xodim emas-da. Men unga hech kim emasman. U meni ustoz deb tan olmagan. Men tarbiyaga chaqirishga haqqimman. Men uni shogird deb qabul qilmaganman. Nima qilaman unga aql? Yo'q, men faqat o'zingiz xodimlaringiz, qarindoshlaringiz, atrofingizni o'rab turgan insonlarni, ya'ni xulq nima deydi, buzib qo'ymaslik uchun, noto'g'ri yo'lga kirmaslik uchun. Menga bog'lamas bu narsa. Ota-onasi bor, boshqasi bor. Endi men yana bir marta aytaman, bu abidalar mavzusi juda nozik mavzu ekan. Bu bobida ham bir kamida 5-10 ta yaxshi nomzodlar bor, taklif qiladigan, kelajakda bu mavzuni olib chiqadigan. Endi bu ham insonni yiqitadigan organizm, kimdir sahrdan, kimdir yurakdan, kimdir boshqadan degandek, abidalar ham kutuvlar, hali shtob ne razочароваться, не надо очаровываться deydi. Men masalan Alisher akamdan boshqa narsa kutganman-da. Alisher akam, "Yo, assalomu alaykum azizlar, Uslovnagar bugun Factory keldim, Hasan akam, Husan akam yaxshi ko'raman-da. Shumka qilib berdi, как это так dom. Keyin keys. Men xafa bo'lyapman, bolalar xafa bo'lyapti. Factory shuncha paytda olganman. Ketdi, keyin vaqt o'tdi deb bunda dedim dedilar, bular o'chirdilar. Men nima qildim, vaqt o'tdi, yana bir qalb yaqinlashib, qalb uzoqlashadigan bir valnalar bo'lar ekan. Lekin boyagi narsada men noto'g'ri narsa kutganman, aytmaganman. Yo'q, bu keys. Mana hozir qalb yaqishida unaqa bir-birimizga pretenziya emas. Lekin bular keys, men noto'g'ri kutib qilganman. Bular noto'g'ri o'zlarining formulalari, talablari, kutuvlari, pravilalari o'zgargan. Demak, insonlar noto'g'ri kutuv qilsa, bir-biridan xafa bo'ladi. Boyagi og'aylarimiz bobida, ulfatlar bobida. Demak, keyin ma'lum bir paytdan ko'nikib qolasiz. Men masalan akamdan bunaqa kutuv qilib, bunaqa bo'ldi. Ukamdan bunaqa kutuv qilib, bunaqa bo'ldi. Demak, insonlarning qalbini yaralaydigan narsa, yo bilgan holda, bilmagan holda men sizni kutuvingizni oqlamaganim.
boyginasi. Siz kutubimni oqlamadingiz. Meni qalbim og'rindi. Bu yoqda kim vinovat? Kvant fizikasining qoidasiga asosan. Shu. Men misol uchun siz ichingizda bitta meni anti duo qilib yuborsangiz, ketdim deyman. Yo'q, antiduo qilganim yo'q. To'kilib ketaman. Qalbim yaralandi. Men to'kilib qoldim deyman, bolaga aytaman, aksiya qilinglar deyman, nasiyaga beringlar deyman, skidka qilinglar deyish bilan shug'ullanaman. Asli kasali Abdullajonga o'xshab arini o'ldirib qo'yganidan xabarim yo'q. ha, men xabarim yo'q. Bo'lishi mumkin-da. U yaxshi. Ha, ana rais buva arini o'ldirib qo'ydingiz deydi-yu. Demak, bilib kimlardir dilni qira qilib yuramizmi, arini o'ldiryapmiz. Hozirgi men aytgan oxirgi ikkita kes ham shunaqa. Ya'ni bilmagan holatda odamni xafa qilib qo'ygan ekanman. Bilmadim. Aytganlari zo'r bo'ldi. Rahmat dedik. Bizdan o'tgan qabul yo'q. Qo'llar yechildi. Men shunaqa deb o'ylayman endi. Nima qilish kerak bo'lsa qildim o'shani. Guvohlar o'tiruvdi. Hammani oldida aytdim. Bandan o'tdi. Qabul. Keling bitta quchoqlab qo'y dedim, bitta quchoqlab qo'ydim. Alisher aka ham quchoqlash kerak bo'lgan odamlar ko'p ha oldi. Bilgan holda yo bilmagan holda. Qiziqda edi, yo'q, hammamiz quchoqlaydigan odamlarimiz ko'p ekanda. Endi qarang, mana shu narsa boyagi ego. Bosh egmasligimiz, quchoqlamasligimiz, yo salom bersa alik olmasligimiz, nima qilsang o'zing problemang deyishimiz, pluslari, minuslari. Bilib olasiz, masalan, bular sizdan xafa. Yo, bu endi bular siz yo'q, bu bilasizmi? kibr-ku bu. Ha. Zarracha kibri bor odam bilamiz nima bo'lishini. Deb o'shanga kibri kvant fizikasi ham shu kibri sindirish bilan shug'ullanadi. Ya'ni kibr bu energiyani pastga tortadigan narsa, yakir bu. Ya'ni uchaman deysiz, nimadir pastga ushlab turgan narsa, zanjir bilan. Гордынияda. Bu kibr. Mana shu narsani yo'qotish bilan shug'ullanish kerak. Побочный effektlar nimaga olib keladi? Mana siz mancha bu mavzuga kirishgansiz. Kibr nima? Kibr bo'lsin, xafagarchilik bo'lsin, birovlarni xafa qilganlarimiz yoki birovlarni boyagi Alisher akamni ta'bir bilan aytgan dili xira qilib qo'yganmiz, u ranjigan. Hasan aka, men ham oxirgi 5 yillikda гордынияni ustida, aynan kibrni ustida ishlayapman. Aynan o'zim bilan mashg'ul bo'lganim uchun atrofimdagi farzandlarimni ham unutib qo'yapman ba'zi vaqtda. Ya'ni kibr eng bizani привязанность, ya'ni nimaga qattiq bog'lanish nima? Sog'lig'imiz, oilamiz, baxtimiz, mana farzandlarimiz, karyeramiz. Mana shu qayerga agar juda bog'langan bo'lsangiz, kibr o'sha yerdan sindiradi sizni. Kecha yaqinda ham, bugun ham sizga aytdimki, Turkiyadan keldim Istanbulda, 3 kun, 4 kunda o'sha ocha olyapman, nimaga men banjizga tushib qoldim deb. Ya'ni aql egasimisiz, tana egasimisiz yo qalb egasimisiz? Qalb egasi aynan kibrni ustida, nafsni ustida qattiq ishlash kerak. Buni ustida menimcha o'lgunimizgacha ham oxirgacha javobni topolmasak kerak. Haqiqatga yetib olishimiz juda. Javob bor-ku, bu yerda har xil mashqlar bor. Men endi bitta kichkina mashq beray. Bitta kichkina kibr sindirish bo'yicha mashqimiz bor. Ya'ni misol uchun mana sizlarga men hozir mashq beraman-da, qilishinglar kerak. Deylik, ya'ni хотя бы teoretik qilib ko'raylik, hozir chunki programma nimasida, doirasida. Ya'ni atrofingizdagi eng rasvo inson topasiz. Eng rasvo. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, u bo'lishi mumkin, mana ko'chada bo'msh bo'lishi mumkin, alkash bo'lishi mumkin, mana musulkada bir bola dars tilayotgan, farqi yo'q. Eng rasvo inson topasizda, keyin borib qo'lni o'pib, peshonangizga qo'yasiz. Kimni tanlagan bo'ladi? Atrofingizda bu bo'lishi mumkin, mahallangizda, shaharingizda, farqi yo'q. Atrofingizda kim bo'lishi mumkin? Bormi? Ana, hatto tasavvur qilingiz, mana bu inson, otini aytmang, mana shu inson, ismingizni bilmasangiz ham kerak. Mana shu inson deb ayta olasizmi? Rasvo deganda nima? Eng yomon, eng dabdala inson. Dabdala degani ichib, chakib, xor bo'lib yurgan insonni. Yomon ko'rgan, xafa sizni baholash tizimingizda yo yoqtirmaganingizmi, yomon ko'rganingizmi, nafrat. Yomon inson, eng yomon. qabul qilmayotgan inson. Yo'q, qabul qilish emas. Eng dabdala, eng rasvo inson. Yana qanaqa ta'rif? Endi qarang, xulqi bo'yichami yoki bir fiziologik nimasi bo'yicha. Masalan, bo'mshlar bor, ana masalan, qo'polasiz. Balkim o'yladi. Borib qo'lni, mana shu insonni eng pastkash, eng rasvo desangiz, qo'lni o'polasiz. Xudoni jigar sotuvchini nimani qozini aytishadi, shunga o'xshab borib. Yo'q, qizlar lekin men hozir xayolimga kelmayapti. Men masalan o'palardim agar haqiqatan ham. Masalan, kim bo'lishi? Kimnimi? Uni o'ylab ko'rishim kerak. Hozir tez, ekspress, taxmin. Mahallamda soch mana ana bitta shogirdlar. Qo'polisizmi desa ha deyman. Mayli, tex personallarimi deylik. Masalan, qo'polisiz ham. Endi tasavvur qiling, teoretik o'sha odamni hozir tex personalingiz borib qo'lini tasavvur qiling. Qanaqa his qilyapsiz? Normal. Sizchi?
Ya tek personallovskiga zo'rperona chaqirdi tek personalist deydi. Hali tek personalist Toshkentda hozir men islom men zo'r zaten ko'ryapsizlar-chi, sizlar tek personallarni bilasizmi degandek savol. Siz kim tanlagan bo'lasiz? Menda bola bitta ikkita o'zimizdan yaqin shogirdlarga aytgandim. Men faqat shart qo'yganman, videosini tashlab berasiz deganman-da. Bola qanaqa qiladi ularni? Borib bittasi qorovul o'pib tashlab berdi, bittasi yana ko'chadagi bir bomsh o'pib tashlab qo'ydi-da. Zo'r, odamlarni xursand qilib, hamma har xil javob berdi. Siz kim qiladingiz? Hozir obraz topolmayapman u rasvo degan. Yo farqi yo'q masalan. Masalga aytaylik, sizni eng qattiq xafa qilgan Yo, inson. qattiq xafa qilgan boshqa odamda. Rasvo-da. Yomon. Yo, u rasvo emasda, u o'zi yaxshi inson. Dilim mixra qilgan O'pa inson. olasizmi? O'puraman borib. Bilasizku, men dilim mixra qilgan insonlar. Kibrni eng cho'qqisi-da bu. Bo'lmasa oson biza uchun Hasan aka. Kibri eng cho'qqisi hozir tex personalizni qo'lini o'pishingiz yoki o'sha odam o'sha bu mashqlar Men o'pkim kelmaydigan odam qidiryapman, topolmayman. Ha. Qarang, bu yerda Tushunyapsizmi? Demak, Kimni o'pkim kelmaydi degan odam kimnidir ustidan o'zingiz kibrlanadigan odam yo'q ekanda bo'lmasa. Ya'ni eshikni ochib, Tomas. men hozir o'pa olaman o'sha odamni. Eng rasvo odamni qo'lini hozir sizlarga mana hozir kadr oldida o'pa olaman. Olib keling. O'paymi? Mana. O'zim duosi. Birovni sizdan yomon deb bilishingiz o'sha kibr. Zo'r deymi? Ketdi kibr dilbirman. Sindirib qo'ydilar. Nima o'pdim deng? Eng zo'r, eng rasvosi o'zim deysiz-da, bilganlarning ichida. Holilar o'pingiz. Keling. Sherkam rasvo odam ekanlar. Bitta o'pqin, bitta peshanangizdan berdi. Astag'firullah, yaxshi gap bu-da. Tomas akam Yo'q, bo'lmasa yo'q, bu aytadi. endi kibr mavzusini nimasi? Bu ham o'sha energiyada bu. Sizni kosmosga uchishni ta'minlaydigan energiyalardan bittasi. O'sha boyagi abida, o'sha energiyalar ketganda, esizdami, men kimdir nimadir bo'lsa, bilan bitta gaplashing derdim. Teoretik ko'zgu bo'lar ekanda bu inson. Sal chuqurroq kirsa o'zi nima deydi, presvechiyotmi, absvechiyot qilib nima qilar ekansiz. Demak, okey, birovlarni ustida kibr qilmagan kuni men energiyam ijobiy zonaga ketadi degan xulosa qilamiz. Yana o'zingizni energiyangizni birov, men bilaman o'sha abidalarim, siz menga aytdingiz. Palonchidan xafaman desam, o'sha xafaligi sizni energiyangiz ketishini istochligi dedilar-da. Ya, 100%. Teoretik o'sha energiyam ketganda men naiznos bo'lgan, lomka bo'lib, u bir ikki ko'rishganlarimda hali turbulentni davrlaydi. O'sha parni qatdan qo'yib yuborish kerak degan savolga javob qidiradi-da. Shu, mana kimdandir xafasiz. Kimdir sizni dilingizni og'ritdi yoki pulingizni bermayapti. Siz o'sha dilingizni og'ritgan, pulingizni bermayotgan, 3 yildan beri pulingizni bermayotgan insonga qanaqa munosabatingiz? Xafa bo'lib yursangiz uchmaysiz-da, o'sha energiyangiz u sizning ishi ham yo'q. Izdan chiqarib yuborgan. Lekin sizni bu oyog'ingizni yerga chopyapti-da. Uchmayapsiz. Siz o'zingiz ichingizdagi energetik vampirsiz. Lekin afsus, na bog'cha, na maktab, na institutlar, hatto oilalar ham bu ilmni o'rgatishmayapti. Endi kvant fizika eshigiga kirganida Biz ham bilmaymiz o'zi. buni o'zingiz uchun kashf qilgan oddiy bitta elementi deb aytasiz. Bu va bunga o'xshagan elementlar ko'p. Demak, mana shuni, mana Pozil qora akam shunaqa dedilar-da. Bu ulay Samarqandning Tanbehil G'ofillar asarini mana bu bobini mana bu yerda bitta gap bor. Mana shu haqida bugun bitta juma namozida gapirib bersam, bitta inson dunyoqarashi o'zgaradi. Yo, demoqchimanki, kvant fizikani bitta dona elementi qancha? Shunaqa bizda endi bu mavzuda men mutaxassis emasman. U mutaxassis biz o'zimiz uchun kashf qilganimizni aytyapmiz. Quyoshni ko'rdim deyapsiz. Demak, quyoshni ko'rishlik hammaga hammaga nasib qilmaydi-da, Alisher aka. Aynan quyosh nasib qilinishi ham siz tanlagan o'sayotganimiz, biz o'zimiz uchun mana buni kashf qilganmiz, mana bu yerdagi ko'rayotgan biz ham birday degan ko'radi, ko'rmagan ko'rmaydi, ikkita uchta aqlli safsatachi o'tiribdi deydi. Lekin zo'r gap bo'ldi ichimdagi. Ishoning, men shu qalbni qidirganimda abidalar mavzusida Nilufar opa, men bu mavzuga qarating. Yana bir ikkita do'stlarimiz energetik vampirlar mavzusida qarating. Energiyangizni olyapti. Buni yaqinda bitta mashq qildik. Bitta tadbirkorimiz xuddi shunaqa. Rosa abidalari ko'p. Undan xafa, bundan xafa, bundan xafa.
keyin men aytdim hammani kechira olasizmi hozir dedim. Kechirish просто kechirdim emas. Ularning haqlariga duo qila olasizmi dedim. Addushi eng yaqin insoningizga duo qilganingizda qila olasizmi dedim. Bas qaradi, qiyin dedilar. Qarang dedim, qila olasizmi? Keyin qila olaman dedim. Bo'ldi dedim. Chiqib keling, aylanib keling. Kimgadir kerak bo'lsa telefon qilib men seni kechirim deb qo'yaman. 20 minut aylanib keldilar. Haligacha qanotda uchib yuribdi. Shunaqa mazza qilyapman deydilar, shunaqa uchib yuribman deydilar. Lekin og'iz emas, qalb ham kechirish kerak. Yo'q, hamma narsa. Qalban. Bir xillar nomiga kechirdim Yo'q, deydi-da. yo'q, qalban. Ya'ni hattoki telefon qilib bo'ldi, kechirdim. Ya'ni hozir shu odamni ko'raman, o'zimizdan klubdagi bir tadbirkor insonni ko'rib mazza qilaman. Mazza qilaman. Qalay dedim, uchib yuribman deydi. Ya'ni ketdi-da, shu balast tashlab yubordilar. O'zingiz oynada ko'ryapsizmi? Energiya izlayotgan temalarni. Yo'q, baribir bilamiz, vaqt o'tdi. Yoshlikdagi drive yo'q, ko'zdagi charchoqlar bor, ba'zida. Qaysi? Yo, iznosimiz sababi nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Siz mana o'zingiz ham baribir shu temani qaraganda, men buni kashf qildim, men buni ustida ishlayapman degan temangiz nima bo'lyapti? Yo'q, bu yerda qarang, mana misol uchun menga qiziq mavzu bo'lsa, soatlab gaplashaman. Menga qiziq emas mavzu bo'lishi mumkin, gaplashamiz. Yo'q, men o'zim uchun men kashf aytyapman-ku. Mana Nilufar Anvarni sababchi. Mana hozir eng zo'r fursat Ramazon. Oling 100 ta mevani oling-da, siz xafa qilganlar va sizni xafa qilganlarga bitta qalban, ey Alloh, men shularni kechirdim yoki men shularni dilni qildim. Telefon qiling. U ham kibr-u. Telefon qiling. Yo, endi 100 ta odamga telefon qilishga vaqtingiz bo'lmasa-da, 100 ta odam qalban bundoq qog'ozga olib e'tirof qilganingiz o'zi hisob. Tan olganingiz hisob, birinchi qadamingiz telefoningizdan oldin. Bir dona to'g'ri Hasan aka. Ikkinchi tomon lekin telefonni olib jur'at eta olasizmi? Bir xil jur'at eta olasiz. Kechirib yubordim deydi. Ayollarni aytasiz, kechirib yubordim. Kechirib olsang bitta kechki ovqatga chaqira olasanmi? Maza qilib ovqat yeb quchoq ola olasanmi? Yo'q deydi. Unda kechirmagansan. Shuning uchun telefonni ham bir sinab ko'rish kerak-da. Alisher aka, biznesingizga bog'lab gapiraman. 2-3 marta eshitganman. O'lmasdan oldin o'lgin deb. Biznesga endi raqamlar haqida gaplashganingizda, biznesga yo'naltirib gapirgansiz. Unutsak raqamlarni, Alisher aka, siz o'lmasdan oldin o'lishlikni tafakkur qilganda yoki falsafa tomonidan buni o'zingizga qandaydir singdirasizmi yoki hali ham faqat uni biznesga yuritib gapirasizmi? Balki bir sirli hamma narsaga tegishli. Ya'ni bu endi biz ko'proq biznes ichida yurganimizda avvalambor biznesga tegishli. Hozirgi mavzungiz boshqa, qiziqayotgan mavzungiz. Yo'q, O'shanga yo'naltirasizmi yo'qmi? Bu tabiiyki, ya'ni biz inson o'laroq har kun tayyor bo'lishimiz kerak. Nimani nazarda tutasiz o'lmasdan oldin o'lishlikni? Nafsni? Hozir 3 minutdan keyin tayyormisiz omonat topshirishga? Tayyormisiz yo'qmi? Manmi? Men har kun vasiyat qilaman o'g'illarimga. Mana. O'g'lim aytyapti, adashib ketyapman vasiyatlar ustidan. Ko'p ekanda, yaxshi. Yo'q, o'zgaryapti. Endi u adashib ketyapman. Havoda ketib qolsam, men senga, men opangga dema. Mana shunday yaxshi. Ya'ni biz tayyormiz yo'qmi? Biz endi baribir abadiy yashaymiz, qachondir omonat topshiramiz. Shu omonat topshirishga bugun tayyormizmi yo'qmi degan savol. Tabiiyki odam o'ylanadi. Yosh o'tgan sari ko'proq o'ylanadi. Yoshligimizda ham bilganmiz, bunaqa ko'p o'ylamaganmiz. Hozir baribir yosh o'tgan sari sekin. Lekin aniku men hozir keyingi ko'rsatuvga Valijon akani chaqirdim. Ermak loyihasini egalari juda mudri inson. Lazzat akam aytdilar, biz o'sha o'zimizcha 40-50 ga kirgandan keyin uni o'ylaganmiz, ular 70 dan keyin ham 80 ga yaqinlashib ham, yo 80 dan o'tib ham hali 5-10 yillik energiya bilan yuribdilar. Ulug'bek aka bilan bo'lgan suhbatlarni eshitdim, rost chiroyli. Juda mudri. Qarang, ambitsiya, tonus. Nimaga biz 50 dan keyin chimodan nastroyda yuramiz. Boshida aytdim-da, chimodan nastroy degan narsa yo'q. Xafa emasman dedilar. Yana misol uchun qarang-da, bu biznesga bog'laydigan bo'lsak, biznesda bu degani senda moliyaviy podushka bormi degani. Ya'ni hamma biznes qilib tashlayapsan, mol beryapsan, boshqa qilyapsan, to'xta, hisob kitobingdan bo'lish kerak-ku. Beshinchi mol beryapsan, ertaga buni javobi bor. Bundan qarz olding, bunga berding, bundan olding, bunga berding. Sen hisob kitobing bormi? Ertaga Covid bo'lib qolsa, hammasi bilan majburiyatingni bajara olasanmi? degan moliyaviy xavfsizlik degan narsa bor. Stop igra bo'lib qolsa. Stop igra bo'lib qolsa,
sen bugun shundoq ruchnoy ko'tarsang biznesing to'kilib ketmaydimi degan o'sha stop igrani moliyaviy podushkasi bo'lishi kerak deganda bu igrani ham bu asosiy igra, asosiy o'yin. Bu o'yinni ham hozir ruchnoy ko'tarilsa stop igra bo'lib qolsa tayyormisan degan narsa bitta narsa-ku mavzu. Okey. Siz bugun nimadan xotirjamsiz? Bilmayman. Hali izlanishdamiz. Yo'q, xotirjam bo'lmagan mavzularingiz ko'pmi hali? Juda. Nima mavzu? Xotirjam emas. Qaysi Yo'q, mavzuda xotirjamlik- kashf qilmasdan yo yo'q. temani yopmasdan ketib qolishdan cho'chiydigan Yo'q, xotirjamlik bu endi qanaqadir qaysidir moliyaviy ishlar bo'yicha sal xotirjamlik bor. Ozgina bo'lsa ham alhamdulillah bir qanchadir kelib turadigan joylar bor. Qaysidir ma'noda bu yerda xotirjamlik bo'lishi mumkin. Boshqa mavzularda hali ancha qiladigan ishimiz bor-da. Qaysi mavzu mana siz uchun muhim qilishim kerak Bugun bo'lgan? stop kran bo'lib qolsa tayyormanmi degan narsaga men hali tayyor emasman. Men hali qancha debit kreditimni to'g'rilashim kerak degan joylar bor-da. Endi bir hafta yo bir kun yo bir oy umrim qolgan bo'lsa, uni ulgura olmay qolishim mumkin. Porядок qilish kerak. Ko'p bunaqa mavzu. Xo'p, yaqinda men hurmat qilgan inson qamoqdan chiqdilar. Judayam bir 3,5 soat suhbatlashdik. Yarim soat suhbatlashganga o'xshadi-da. Chiroyli narsa aytdilar. Opa, ba'zi odamlarni ko'rsangiz pulim yo'q. Pulim bo'lsa baxtli bo'laman yoki farzandim yo'q, uylansam baxtli bo'laman. Hammada baxt har xil ekan. Lekin biz qamoqda o'tirdik, faqat ozodlikni baxt dedik. Bizga hech narsa ko'zimizga kasal bo'lsak ham ko'rinmadi. Shu faqat tashqariga chiqsak baxt dedi-da. Hammani baxti kalibri har xil ekan-da. O'sha uchun menga hozir qiziq Alisher aka o'ziga yarasha nima deydi, xalqning orasida shuhrat qozongansiz bari. Alisher aka desa hamma taniydi bari. Ayniqsa tadbirkorlar zalni to'ldirib, ketma-ketlikda seminar treninglar berish hammaga ham emas, Alloh yo'qtirgan bari. Chunki odamlar juda harakat qilsa ham bunaqangi erish hammaga ham emas. Sizda hozir baxt nimada? Pulda deb o'ylamayman. Rosa ham qiziq. Yo'q, pul baxtli bo'lishingizdan chalg'itmaslikka yordam beradigan narsa. Baxtli bo'lmasangiz, pulingiz bo'lmasa chalg'itib qo'yadi-da, borib ishga chiqish kerak, nimadir qilish kerak bo'lib qolishi mumkin. O'shanga pul ham bitta elementni, ya'ni qanaqa qo'llab-quvvatlovchi elementlardan bo'lsa kerak. Pulni o'zi baxt keltirmasligi aniq, lekin pulsiz qiyinroq bo'lsa kerak. To'g'ri. Chunki baribir qanaqadir tanamizga ehtiyoji bor. Men juda baxtli insonman deb bilaman o'zimni. Juda baxtliman, alhamdulillah, hamma narsa bor. Baxtli, shukronada bo'lsa kerak. Lekin bizda doim appetitlar bor-da. Mana bitta narsa zo'r case eshitganman ustozlardan. Bu yerda mana bunaqa narsa bor. Kakku bor, qush, kukushka. Kakku tuxumini o'zi katta qilmaydi. Kakku tuxumini boshqa qushlarning tagiga tashlab ketadi. Endi boshqa qushlar o'zini 4-5 tuxumini orasida o'sha kakkuni birovning tuxumi bo'ladi. Jo'jalar chiqadi u yerdan, katta bo'ladi. Men hattoki bir videosini atayotgan ko'rdim YouTube'da, qanaqa ekan desam, o'sha kakku jo'jasi o'sha ona qushdan, endi o'gay ona qushdan kattaroq bo'lib ketgan ham. Haligi chuvalchani olib kelib ozga solsa, chuvalcha yeyotdi, tumshuq bilan urib bor yana olib ketyapti. Mana shu qush o'gay ona bizmiz. Haligi kakku tuxumi bu nafs. Bu bizaniki emas. Bizni tuxumimiz emas, bu nafs. Bu men misol uchun BMW xohlayman. Qarang, ana hamma BMW da yuribdi yoki Lida yuribdi. Mana BYD xohlayman, hamma BYD. Bu bani xohishim emas. Bu hammaligini bilmay qolamiz. Bilmaganimizdan keyin baxtsiz yuraveramiz. Chunki pulimiz yetmaydigan narsa xohlayveramiz. Ana bittasi Instagramda chiqib keldi, u zo'r mashinada, zo'r uyda yashayotgan ekan. Biz ham xohlab qolamiz. Aslida biz emas, aslida manba. Nafs xohlaydi bu narsani. Va shu boshiga urib tursak, baxtli yurasiz. Agar u yetganini qilsangiz, hech qachon baxtli bo'lmaysiz. Yana nima xohlayapti deb ariga chiqdi roliklar.
nafs haqida. xafa bo'lmagin qalbim deb. Aha, chunki bu bizni xohishimiz emas aslida, bu birovni jo'jasini xohishi. Birovni bolasini endi Nafsi o'zini ota-onasi bor. Ajoyib. Endi mana hozir siz bu gapni gapirdingiz-da, yana boyagi Nasiba Abdullayevni ashlashyaptim. Baxt o'zi nimadir, men bila olmadim degan. Xo'p, siz hamma uchun baxt har xil narsami? Bugun siz uchun baxt nima? Xotirjamlik qaysidir ma'noda, ya'ni shukrona desak to'g'ri bo'ladi. Oilamiz bor, farzandlarimiz bor, turmush o'rtog'imiz bor, ishlab turgan biznesimiz bor, kelayotgan qanchadir daromadimiz bor, atrofda oshna birodarlarimiz bor, ustozlar bor, shogirdlar bor. Nima kerak endi? Eng huzur, zavq nima beryapti? Mana bilasizmi, men bu yoqqa borsam, bu yoqqa borsam, o'sha bali baxtimni, vitaminlarim men bu istochniklardan olaman degan narsangiz bormi? Endi men eng katta energiya beradigan narsalar bu shogirdlarni natijalari. Ya'ni biz endi biznes ichida bo'lganimizga, ko'p shogirdlarimiz bo'lganiga nimadir o'rgatasiz, qiladi. Ustoz dedi, mana shunchaga narsaga erishdim. Savdom 2 barobar oshdi, 4 barobar oshdi deb kelsa, charchagan bo'lsangiz ham o'sha zavq beradi. Bu bekor harakat qilmayman deysiz. Ya'ni sizni, biz endi bir dehqonchilik bo'lsa, biz ekkan urug'larimizdan hosili. Hosilni ko'ryapsiz. Hosilni ko'rsangiz maza qilasiz, lekin urug' ekkansiz, o'ta yerni обработка qilgansiz, traktorlar bilan ustida yurgansiz, kuzni kutyapsiz-da, kuzda hosil chiqmasa kayfiyat ham bo'lmaydi-da. Bu ham shunga o'xshagan narsa bo'lsa kerak. Endi biz alhamdulillah biz kuzni kutadigan unaqa ehtiyojimiz yo'q. Biz nimadir qilamiz, 1-2 oydan keyin shogirdlar kelib, mana qildik, o'xshadi desa, o'shanda maza qilish boshlashadi. Shogirdlar deb tadbirkorlarni aytyapsiz-da. Endi Bo'ladi, endi ko'p O'qiyotgan. yoki bo'ladagi o'sha rezidentlar, kelayotgan odamlar. Va kecha yana bir zo'r gapni gapirdingiz, energetik vampirlar mavzusida tema ketdi. Energiya beruvchilari va energiya oluvchilari his qilaman. Qanday qilib uni kvalifikatsiya qilib, qanday chopasiz va qanday tortasiz? Siz anaqa charchab qolasiz-da. Vahshiylarcha chopasiz. Vahshiylarcha chopamiz. Xo'p, demak intuitsiya. Intuitsiya albatta. Siz bitta nimangizda seminarida chiroyli aytgansiz, ya'ni intuitsiyaga shunday o'tib ketdingiz-da, mana shu joyda. Intuitsiyaga qaramanglar, raqamlar deganda intuitsiyaga qaramanglar, quloq solmanglarmi, bir ajoyib gap aytgansiz. Meni gapimni gapirib demang, chunki unaqa demayman, intuitsiya bor narsa. Qaysi bir suhbatda shu именно intuitsiyaga Raqam muhim degan joyiga urg'u berganmisiz? Raqamga qattiq qaranglar degan nima bor edi? Bu raqamga biznesda intuitsiyani qanchalik muhimligi. Juda muhim. Ya'ni raqam o'z yo'liga raqam juda muhim. Lekin biz raqam yoki raqam tanla yoki intuitsiya tanla deyish noto'g'ri, chunki ikkalasi oshchi bir anaqasida masalalardan bittasi guruch, bittasi ana go'sht. Ya'ni usiz ham busiz ham osh o'xshamaydi. O'shanga nima ko'proq raqam bo'yicha mutaxassis bo'lganimga raqam bo'yicha o'rgatamiz. Intuitsiya bo'yicha men mutaxassis emasman. Intuitsiyada ham biz ham hali qo'llab-quvvatlaysiz, to'g'rimi? 100% qo'llab-quvvatlayman. Intuitsiya bor narsa. Misol uchun bizda 6 ta 5 ta asosiy biz bilgan ma'lumot olish kanalimiz bor. Ko'z, quloq, burun, til, qo'l degan 5 ta narsamiz bor. Intuitsiya 6-chisida bu. U ham ko'zga o'xshagan organ 100%. Faqat hech qachon ko'zimizni ochmaganmizda o'shanga ko'rmasa kerak deb o'ylaymiz. Aslida intuitsiya ham bu o'sha har bir insonda ana tug'ilganda nastroyka stroyni заводской настройкasi bor. Demak, ochib ko'rmagan. O'sha boyagi siz aytayotgan kvant fizikada bu mavzuga, intuitsiya mavzusiga bir yangi rakursdan yondashilyaptimi? O'sha energiyaga tegishli joylari. Yana nima bor intuitsiyadan tashqari? Qaysi jihatlari yana ochilgan? Yoki bunda o'zim uchun eshitdim, oxirigacha kirishmadim degan qirralari bormi? 706 da, 7 da, 10 da, 11 da degan joy elementlari ham kelib qolsa, hoy nahoy Alisher akam aytgan temalardir. Unaqa ommada gapirganingizdan foydasi yo'q. Ertaga tuyuladi, u hech kim eshitmaydi ham, tushunmaydi ham. O'shanga men u narsalarni unaqa xush ko'rmayman gapirishni. Ana ChatGPTdan so'rab olsa bo'ladi. 11 da nima o'zi desa, kvant fizika nuqtai nazaridan 11 dani endi bu olimlar o'rganayotgan narsani 11 dani yoritib beradi. 4 dani olimlar tajriba bilan o'lchagan. 5 dan u yog'ini olimlar gipoteza sifatida biladi. Mana kecha Ulug'bek domla zo'r misol keltirdi. Misol uchun mana bitta qanaqadir element bor, biz ko'rmayapmiz. Bu element borligini qanaqa qilib bilsak bo'ladi? Misol uchun to'pponcha otamiz,
mana bu yerdan o'tib ketdi, bu yerda o'tib ketdi, mana bu yerda o'tmadi. Bo'lsa, demak, mana bu yerda mana bir dumaloq bor ekan deb ko'zimiz ko'rmasa ham fiziklar tajriba orqali mana bu yerda dumaloq qanaqadir borligini aniqlayoladi. Bu ham o'shanga o'xshagan 11D ni hozirgi kunda 11D degan tushuncha bor kvant fizikasida. Aslida bitta joyda o'qidim, 27D ni ochishyapti deb o'qidim. Kecha domladan so'rasam, bo'layaptilar, yo'q, bu millionda ham bo'lishi mumkin. Hali biz olimlar shu darajada primitivmizki, izlanishlarda hali 200-300 yildan keyin balki bu yerda 100 mingda chiqib keladi. Biz bilmaymiz hali. Hali bizni fizikadagi tajriba o'tkazishga priborlar hammasiga imkoniyat bermaydi. Ha, mana bunaqa texnologiya bor, hali o'zim ko'rmaganman degandek gapda endi masalan. O'sha qiziq, ya'ni u yerda cheksizda u mavzu. Ya'ni mana bu fonarda 2 metrda yoritib tursangiz, bo'ldi tushunib oldim biznes boshqarishi deganingiz bilan biznes boshqarish qiyin joyi yo'q. Oddiy bir 5-6 formulasini tushunib olsangiz, bu biznes boshqarib ketaverasiz. Lekin ana quyosh chiqqanda, "Uy, shuncha bilmaydigan narsalarim bor ekan" deysizda, hali rosa izlanishim kerak ekan deydigan narsaga u umringiz yetmaydi. Mana endi mana hali esingizda bo'lsa, inqiloblar haqida gapirardik. Yangi narsalarni bilgandan keyin, hali pechatniy stanok bo'lgandan keyin inqilob bo'ldi. Internet bo'lgandan keyin inqilob bo'ldi. Bu mavzular haqida bir paytlar tabu bo'lgan mavzular bugun hali spetslujbalar maqsadida ishlatilgan narsalar oddiy bugun Telegram ko'rinishida, internet ko'rinishida, boshqa ko'rinishda keldi. Bu mavzular hozir balkim tabudir. Lekin qachondir bu narsani undoq bo'lsa ham qaysidir ko'rsatuvda u yoki bu joyni eslab o'tgandik deymiz. Shu mavzularni haqiqatan aktualligiga qaysi segmentdagi odamlar qiziqish bildiryapti va unga qiziqish bildirsa, otsvet qilib mana Hasan aka yoki Nilufar opa 50 dan keyin. bu temaga mayli 50 ga kirib qoldim. Sizlarga yaqinlashdik biz ham. Mana marta sizni 48 bosgan toshkentga kelaman. Xudo xohlasa. O'shaning uchun demoqchimanki, Hasan aka bir o'zida bo'lganda men bu temalarni kvant fizikasidagi Yevropa va Amerika olimlarini o'qisangiz juda qiziq tema ekan deb qat'iy bir Ya, mana misol uchun men o'zim kvant fizikada Rossiyada Semixatov degan inson bor. Alekseymi esimda yo'q, Semixatov degan. Juda ommalashtirib tushuntiradi qiyin kvant fizika qonunlarini. Ko'p ko'raman, shu laqabni beradi. YouTube'da juda ko'p intervyular bor. Hozir men kitobini o'qiyapman. Kvant fizika haqida kitob yozadi. U professor inson, ya'ni Rossiyada o'sha yerda qaysidir dargohda professorlik qiladi shu yo'nalishda. Juda zo'r tushuntirib beradi. Endi rus tilini bilganligi yaxshi. Mana hozir o'zim uchun kashf qildim. Ulug'bek Yaxshiyev domla, O'zbekistonlik, lekin o'sha butun umr deyarli chet elda ishlab yurgan. mavzulari bormi Ulug'bek aka? Bular endi bu YouTube'da ko'rmadim hali. Kechagina tanishdik. Familiyalari kim? Yaxshiyev adashmasam. Hozir bir sekund men to'shni qarab beraman. Ulug'bek Yaxshiyev akalar, xuddi shunaqa. Yaxshiyev Ulug'bek aka bular O'zbekistonlik, o'zbek tilida shu kvant fizika mavzusini ular bilan intervyu qilaman deb niyat qildim. Hozir o'zimning safarim bor, ketishim kerak. Ularning ham safarlari bor ekan, iyulda qaytib kelar ekanlar. Hozir Koreyaga qaytayotgan ekanlar. Menimcha endi qaytganlaridan keyin bir intervyu qilish niyat bor. Kecha lekin mazza qilib suhbatlashdik. Juda dardlashdik. O'ziga yoqadigan. Men shunaqa energiya oldim. O'zim boshqa manbalardan olgan narsalarni fizik odamdan, olim insondan, ya'ni qanaqadir ertakchi emas, boshqasi emas, ana tajriba bilan, qo'li bilan ochiqni gapiradigan insonlar. Buni ilm orqali ya'ni professor o'laroq, olim o'laroq aytaymi yoki inson o'laroq aytaymi deb ajratyaptilar. Ya'ni Qaysi tilda gapiradi? qaysi tilda? Chunki olim o'laroq buni ilm-fan isbotlagan. Yoki mana bu narsani ilm-fan isbotlamagan, fikrimni bildirishim mumkin, lekin isbotlamagan deb ajratib aniq manbalar bilan ko'rsatib beryapti. Men masalan zavq oldim. Xo'p, u bilimlarni biz bilishimiz kelajakda xuddi Telegramni dodalarimiz bilmagan, Telegramni Brejnev bilmagan, lekin bugun oddiy talaba ham biladi. U ilmni ommatan xalq biladigan fazasiga kelishi nima beradi jamiyatga, millatga, insoniyatga? Kelmaydimi? Men ham o'ylamayman hech qachon kelmaydi. Biz degradatsiyaga ketyapti-yu. Yo, degradatsiya bu ana Ishonmayman-da Alisher aka. bu bilmayman 1-2% aholi qabul qilib qiziqish bildirsa bu juda katta natija deb bilaman. Lekin O'sha 1-2% qiziqsa nima natija bo'ladi? Nimani oladi o'sha qiziqqan odam bilan? Nima jamiyat o'sadi. Jamiyat o'sadi. U o'sishimizga aloqador mavzu. 100%. Agar Bu ko'cha tilida moliyaviy o'sish bo'ladi. Ya'ni haligi kvant fizikadan qonunlarini o'sha biznesga qo'llasangiz, kosmosga uchasiz. Mana boya kichkina elementlarni gaplashdik, unaqa elementlar tiqilib yotibdi aslida, kichkina elementchalar. Lekin juda ko'p bunaqa narsalar bor. kasallar kamayadi, qamoqxonalar kamayadi. Odamlar yotib olib yeyishlar. Men unaqa narsaga da'vo qilmayman, lekin
man endi man tushunmayman unaqani biz endi siyosat tushunmaymiz manimchaki biza ko'proq shu biznesni boshqaruv nuqtai nazaridan mana biznes nuqtai nazaridan bitta narsadan hamma o'ziga keragini olyapti. shunaqa biznes nuqtai nazaridan juda katta o'sish nuqtalari bor va biz atrofimizdagi tadbirkorlarda ko'ryapmiz bu narsani. Mana yaqinda bitta tadbirkorimiz bor. 33 kvadrat metrda o'tirardik ofisda deyaptilar. O'sha darsdan keyin, o'sha suhbatdan keyin bu darsimiz sentyabrda bo'ldi. Mana 1 oy oldin aytayotdilar. Ustoz deyaptilar, 4 barobar o'sdim. 2200 kvadrat ofisga ko'chdim deyaptilar. 4 oyda bo'layotgan natija. Kichkina element. Nima qilding desa, endi hamma narsani gapiriladigan nima emas, lekin nima qilding desa o'sha rozi-rizochilik, boshqa kichkina shunga o'xshagan energiya beruvchi narsalar bor. Bu energiya mavzusi. Men misol uchun men unaqa dinni tushunmayman, unaqa siyosatni tushunmayman. Men bu narsani har doim biznesga qanaqa qo'llasak bo'lar ekan degan kesimda qarayman. Men bo'lsam o'sha to'g'ri gapni gapirdingiz. Demak, bu o'tirishimiz ham bejiz emas, kechagi choyimiz ham bejiz emas. Undan bir kun oldingi Alisher Zayev klubiga borishimiz ham sepochkada biza xohlamagan qoldi. Haqiqatan aktual prioritet qaysi mavzuni ko'chisan desa, hozir energiya mavzusi bo'lib qoldi. Energiya o'sha qalb, energiya bu insonlar bilan munosabat, energiya Alisher aka men sizni yaxshi ko'raman deyishim. Alisher akamdan men bitta ko'nglim g'ash degan qatda-yu, qalban men sizni yaxshi ko'raman, sizdan ko'p yaxshilik ko'rganman deganda energiya olasizda. Men shu energetik vampirlar mavzuga kirishib qoldimda, nima meni energiyamni olar ekan degan savollarga javob qidirib qoldim. O'sha kim meni xafa qilgandan tortib, kim meni xafa qilganidan tortib va nima munosabatim talqinlar. O'sha uchun yana borib taqalyaptiki, kvant fizikani energiyaga aloqador mavzusini o'zi ham bugun yana halovat, xotirjamlik mavzusi. Aslidagi energiyada, kvant energiyada. Xo'p, Alisher aka, uzr gapingiz bo'laman. Bir 3 yilmi 4 yil oldin siz kursingizga qatnashganman, bilasiz, 1 oylik kursingizda. Lekin 1 oylik kursingizda asosiysi 99.9 biz faqat gaplashganmiz raqamlar. Hozir ham shunaqa, hozir faqat raqamlar. Hozir qo'shmadingizmi mana shu bilimni? Yo'q, bu bilim. Ya'ni halollikni, aldamaslikni, insoniylik, odamiylik xususiyatini hozir shunaqa chiroyli narsalar aytyapsiz. Tadbirkorlar ko'pi bilmaydi. Masalan, eshitmaydi. Bu aytaman, ham idish bor. Bu idishga necha gram ketadi bilmadim, bir 150 gram, 100 gram narsa ketadi. 100 gram ketadi desak. 100 gram narsa ketadi. Siz hozir menga aytyapsiz, demak, 2 kiloni bermayapsiz deysiz. Qanaqa beraman bu? To'g'ri, lekin 2 kilo bor deb ham ozgina tanishtirib berilmaydimi? Ularda qachon u piyolasiga? Men unaqa narsalarni tushunmayman deydi. Prosta bu idishga u 2 kiloni bu blokini bermayotganingizga xafa bo'lyaptilar. Yo'q, o'zlari aytyaplar. Mavzuni bu qirrasidan yoritmayapsiz. Nega siz o'zingiz bu mavzuga yetib kelgansiz, o'zingiz bexabarsiz, mana biz hozir siz podtverishyapmiz. Bozor bermaslik, halollik haqida zo'r gapiryaptilar. Yangi modullaringiz, yangi bloklaringiz eshitadiganlar bor-ku. Bizda hattoki daftarchada ahdga vafo degan joyini yozyapmiz. Nima foydasi bor? Mas'uliyat, ha? Nima foydasi bor? Men hozir siz aytyapsiz, bu narsani yetkazib ber, boshqa deyapsiz. Men o'zim bilmayman bu narsani. Yo'q, yetkazib ber demadim. Kimgadir yo'ldagi odamsiz, yo'ldagi odamsiz. Ha, kiritdilarmikin deb qiziqdim. Alisher Biz bilan hozir haqida gaplashmayapmiz, qurilish haqida gaplashmayapmiz. Yo'q, bizda bor, ma'lum darajada bizda mana misol uchun umumiy gruppada bu narsamizni o'tmaymiz. Bizda bor, klubga kirganida tadbirkorlik klubdan biz chetga safarda bir hafta o'qishimiz bor. Milliard klubimizda bir haftalik o'qishimiz bor. O'sha yerda biz aynan shu fizika olimlar yetib borgan narsani, ya'ni olimlarni o'sha yetib borgan, ixtiro qilgan qonuniyatlari bor. O'sha olimlarni ixtiro qilgan qonuniyatlar bilan biznesni bog'lab berish darsi bor. 1 kun, 2 kun o'tadigan darsimiz bor. O'sha yerda imkon qadar ilmimizdan kelib chiqqan holda bizlar ham aytaman, yasaydamiz. O'shani qanaqadir qilib dehqonchiga yetkazib berishga harakat qilamiz. Mana men o'zim tajribamda ko'rdim. Misol uchun 30 ta odam olib borsam, 2-3 tasi qabul qilmaydi o'tdi. Ya'ni vaholanki o'zi ancha yetib qolgan tadbirkorlar bo'lsa ham, menga qarang, Aljerga bu yerga biznes o'rganishga keldik. Kvant deysiz deydi. Bu kvant o'sha biznes degan narsani odamlar tayyor emas. Bilasizmi, nega o'xshataman? Yana bir holatda o'xshatish. Alisher akam osh pishirish bo'yicha chempion. Odamlar osh markaziga keldim deyaptilar-da. Ular o'zlari bugun sushiga qiziqyaptilar. Birovlarga sushini o'rgatamiz, akam oshga o'rgangani keldim deyapti.
lekin yapon emasmiz deyapti. Ha. Sushini qatdan qilishni tushuntiroldim mana o'zbek xalqiga manga sushini boshimni maysa qottirmang. faqat sushi bor o'rtoqlar deb Ha, qo'ying. mana endi men hozir Shu bormi deb aytyapmanki, o'ylayapman. nega o'zingiz oshdan zerikkaningiz uchun Radislav Gandapas shuni aytadi. Qoyillikka chiqqan odam siklani patologga bo'lgandan keyin yana undan kechib, yana noldan yangi mavzu kirib, noldan o'sib rivojlanar ekan. Ona zeriksa, bolasi tug'ilgandan keyin bolasi bilan birga rivojlanib, yana mazmun paydo bo'lar ekan. Sizni hozir osh markazining chempioni sifatida, odamlarga o'rgatgan odam sifatida sushini kashf qilyapman. Sizlarga buni o'rgatsam-da o'zim zavq qilyapman deganingiz o'zingizga bilinmagan holda va mana shu mavzuda ketsangiz, siz bilan birga o'rganishdan o'sha yo'ldan zavq oladiganlar borligini maza ko'ramiz. Yo'q, bu borligi bor. Sochim oldimga kelib alohida kofega taklif qilishadi. Ustoz, men sushiga qiziqyapman juda ham deydi. Bunaqa insonlar sanoqli. Bormi? Bor, sanoqli. Mana qo'lni bitta barmog'imdan sanasa bo'ladigan darajada sanoqli insonlar bor. Bularlar bugungi kunda men o'zim hali yaslidamiz. Gruppa solnishkadamiz-da, hali kichkina gruppadamiz. Mana shu narsani men hozircha tushungandek bo'lyapman, ko'ringandek bo'lyapti, lekin men ham mutaxassis emasman deb sochi kofe ustida shunchaki lyubitel bo'lib suhbatlashishga bemalol. Mana shu ham zavq ekan, bilasizmi nimaga? Novichkam vizyot degani bir xillarda siz ham mana Husan akamga o'xshab qaysidir jihatingizda perfeksionist elementingiz bor. Men prosta endi qalb mavzusi ketdi. 24-yil dekabrdan beri hammani xabari bo'lgan bo'lsa kerak, bir 14-15 oydan beri men yangi loyihadaman. Men kayf qilaman. O'smonman, rivojlanib, вообще novichkam vizyot. Uncha sohan darg'alar bunaqa kayf qilib ochilmayapti. Chunki men har kun yangi produkt, yangi Nilufar Anor bilasizmi, bu 600 marka beton degani bor ekan deyishdan ham kayf qilaman. U sohan darg'asi shu o'zimiz 600 marka betonda desa siz tushunmay o'tirasiz. Siz 600 marka degani bilasizmi nima degani? Siz xotirjam qilasiz. Yer qimirlamas ekan. Yer qimirlasa yiqilmas ekan degan narsani ashula qilib aytishingiz, u lazzat hamki men qariganda marhamatda dars beraman deganlar, siz qariganda sassuv chol bo'lib marhamatda dars berishingiz hech kimga kerak emas. Hozir o'sayotganingiz, hozir kashf qilayotganingiz, sen nimani ko'rding, bizga ashula qilib aytib ber deganing o'sha jarayon sifatida odamlarga zavq bo'lar ekan. Men siz bugun o'sha yo'ldagi odamlarmiz. Qalb mavzusida hammamiz o'zimiz savolimizni och qoringa men pirashkini kashf qildim, men oshni kashf qildim, men sushini kashf qildim degan yo'ldagi odam ekan. To'g'ri, endi qarang, bu hozir zo'r gap ko'tardingiz. Bu ikkiga bo'lamiz anaqada mavzuni. Ya'ni sushi men o'zim kayf qilaman. Lekin meni qo'limdan osh qilish. Hasan aka, men qo'shilaman fikrlariga Alisher akani, lekin sal murakkab misol berdilar algoritm. To'g'ri, algoritm juda ham qiyin, birinchi, ikkinchi, uchinchisini bo'lsam, to'g'ri qabul qila olmayman, lekin ustozim juda chiroyli aytadilar. Yig'lab aytadimki, men qiynalyapman, o'zgartira olmayman xodimlarim yoki atrofimdagi ota-onalarim degan bir siqilib aytganimda, men ketmoqchiman. 3-4 qadam orqaga men umuman o'zim bilan o'zim bo'lmoqchiman deganimda chiroyli gap aytadilar. Notavonman deb jarohatlangan tashlab ketilmaydi deb. Endi biz sushi bilan oshni mahkam ushlab oldik-ku, tushundim. Lekin baribir sushini zo'rlab yedirmang, sushini hech ham bermang, lekin sushi borlik haqida baribir eslatib o'tish kerak. Masalan, biz unutuvchamiz insonlar. Ozgina bo'lsa ham sushi so'zini o'zini aytib qo'ysak, bu nima bu? Sushi madaniyati rivojiga hissa qo'shdi deb odamlar hozir bilmaganlar, bular nima restoran biznesiga ketdimi deydi. Ha, shunchaki lekin mavzu aldamaslik, halollik haqidagi ta'kidlanversa, ana reklamalarni qarang, televideniyani, ijtimoiy tarmoq. Men juda ham xohlardim Alisher akaga o'xshagan nufuzi bor insonlar, ya'ni hamma xalq taniydigan insonlar aynan shu mavzuni ozgina bo'lsa ham xamir uchidan patir tashlash kerak bor. Prosta o'zlari hal pishmagan. Ha, chunki Men Lazzakamga o'yinlatdim. Yo'q, men Lazzakamga o'yinlatdim. Lazzaka, Alisher akam, Akmal akam, Umidjon akam Impactda birinchi rubrika boshlaganda ham o'sha payt boshlamadingiz. Hali ham kecha emas, boshlang. Endi mana oxirgi 1 yildan beri yonlaridagi prodyuser yigitlar bilan sal ochilib boshladim. Ulug'bek akam, Akmal Nasriddinov, Lazzak akam, Murod aka kimdir prosta bu narsani mohiyatini tushunish uchun Alisher akam, Umid akamlar u Impactdagi birinchi bizani success story sifatida mazza qilgan
shu sohada kuchlarni birlashtirib soha rivojiga hissa qo'shgan insonlar bo'lsa, Biz har doim ha. ta'kidlaymiz. Lekin bu mavzu yo'q, men uni demoqchiman. Anaqa ancha Anaqa demoqchimanki, nurg'unlar endi sabab buni hali o'zlari pirbarot qilmaganlarni ko'ryapman-da, yana bir marta lekin aytaman. kibr bilan nafs tegida turibdi ildizida. Juda chiroyli. Biza men aytaman, qalb mavzusida bu yerda siz. Men ko'rib turib, men ishoning ko'p odamlar bilan gaplashib, Alisher akam o'zgaryaptilar, sezyapsizlarmi deyishadi. Xo'p, Kimdir nimaga uni aytyapsiz? tushundiki. Hasan aka, uzr gapingizni bo'laman. Maqsad men bugun bu yoqqa chaqirganim biza 50 dan keyin qalb eshigini, har xil eshikni ochgan odamlarni kuzatyapman. Ana shu. Siz Alisher aka bilmaysiz, Hasan aka ikkalamiz bir ikki suhbatlashdik. Aynan hamma tomonda muvaffaqiyat qozonib, o'zini yo'qotgan insonlarni ko'ryapmiz-da. Haqiqatan pulim bor, unim bor, bunim bor, lekin o'ta kasal, sog'lig'ida muammo yoki oilasida muammo, yo'l, eshik, kalit hech narsa topa olmayotganlar bor-da. O'sha uchun baribir eslatma berib tursak yoshlarga, ertaga 50 dan keyin qiynalib 50 dan keyin qiynalayotganlar olsin, hali yoshlar bormaydi. Lekin nima desak ham aytaman, qalb temasi bugun gaplashdik. Alisher aka bilan qalbdan suhbat qildik. Alisher aka mana shu mavzuga ketdilar va men ko'ryapman, menga boshqa tema kerak emas. Bugun kalibr mavzusini ochmayman, brend mavzusini ochmayman, investorlar psixologiyasini ochmayman, kontakt yoki boshqa narsa ochmayman. Menga qalb temasi qiziq va Alisher aka qalb insoni sifatida oxirgi 3-4 yil ichida nima qilgandan keyin transformatsiyalarni kuzatdim. Va Alisher aka, mana shu savolni javobini qaysi eshikdan qidiryapsiz? Qaysi kitobdan topyapsiz? O'zingizga ya'ni sushini kashf qilsiz, biz bexabar qolmaylik. Bizga ham ulashing. Ya sushi o'xshashni boshlasa. Mayli, o'sha o'xshayotganda billa boshdikda sohada. O'shaning uchun demoqchimanki, bu yaxshi mavzular. Buni borib biz birovga push qilmayapmiz. Biz bugun qalb mavzusida tahlil qilyapmiz. Alisher aka mana bu qirrada kashf qilindi. Odamlar mana bu haqiqiy suhbatimiz oldida o'tirishibdi. Suhbatda nima yoqdi, nima yoqmadi, hozir kommentariyada ko'rasiz. Va real Alisher akamni oxirgi 3-4 yil ichida, 5 yil ichida kuzatgan odamlar bunda do'stlarimizda ham, executivda ham, Infactorda ham, bu kafeda ham bunda ko'rganlar yoki o'z millatdagi do'stlar Alisher akamni ko'rasizlarmi? Ancha men yangi tomonlarni yangi sohaga burilish nuqtasida Karabil boshqa kursini o'zgargan deyishdi. Yaponlashyapti. Sushiga qiziqib ketdi. Aynan, lekin bu tema. Prosta siz hali o'zingiz oxirigacha pirvat qilmagansiz. Qaysi joyini eting, qaysi joyini etmang, qaysi joyini hazm qildim, qaysi joyini eta oldim, qabul qilishdi, qabul qilishmadi degan fazadan o'tyapsiz. Qabul qiladigan Abdukarim Mirzayev talqinda qiyinlashtirmang, osonlashtiring degan eshigida ham behikmat suhbat qilmadik. Shuning uchun, скорее всего, mana endi addush aytyapman, bugun nimani tushunsanglar-da, nimani ochsakda, hattoki kecha o'tirganda bu mavzuni gaplasholmadik. Kamerani haqqi hurmati bugun men bu mavzuga fokus qaratdik-da. Bu Alisher akamni, hali sen beliga tepasan, men oyoq o'giraman deb Nilufar Anvarlar bilan bu jihatlarni bir yoritgan bo'ldik. Yaxshi, mencha yomon bo'lmayapti. Yetmiyor bilmadim. Alisher aka o'ta kuchli ringda. Insonni o'ziga biz ko'zgu sifatida aksini qaysidir ma'noda ko'rsatgan degan bo'lyapmiz-da. Chunki Lekin efir tugasa yana Alisher aka bilan ayolchilar hozir ayting, efir hurmat etib oling, o'zi vaqtimiz kam qolgan. Menda mavzu ko'p. Yo, alohida Alisher akaga, okajon, men mana shu yerda bari qo'shilmayman, nima deysiz deb fikrlarni olmoqchiman deb. Shu yerda ayting, kamerada ayting. Yo'q, endi mana bunaqa Hasan aka, qaysi bir etapda haqiqatan ham odamlarga ozor bermaslik degan narsada juda qattiq turardim. Yana orqaga qaytyapman deb bari. Endi Alisher akaga yoqadimi, yo'q bu fikrim. Naказание ради воспитания Sergey Nikolaevich Lazarev gapi menga ba'zi vaqtda yaxshilik uchun, tarbiya uchun faqatgina oppoq ko'rinishim, rozi bo'lishim yoki mendan xafa bo'lmasin degan niyatda kechirim so'rab to'g'ri, lekin u odamni o'zini fikri, o'zini haqiqati. Agar haqiqatda u xafa bo'lgan bo'lsa, men xato qilmagan bo'lsam, Alloh roziligi uchun bitta yaxshi amal qilgan bo'lsam-da, u xafa bo'lgan bo'lsa, men aybdor emasman. Bu inson o'zini to'g'rilash kerak. Biz mol haqida gapirdik, lekin men unda o'zimni ichki tomondagi qo'shtirnoqdagi mollar haqida gapirdim-da. Biz ham kechirasiz, chiroyli gap bor. Inson hayvon bo'lib tug'iladi. Inson bo'lib tug'ilmaydi, u tarbiya qilinadi. Ya'ni biz tarbiya qilamiz-da. Endi bu yerda boshqa narsa bor-da. O'sha mol men emasmikinman degan savol ham bor-da. U gapingiz ham birovni to'g'rilayman deb, birovni nima qilaman deb o'zimizaniki. Zo'r. Endi hali bu yana masalalarni boshqa ketyapti. Hali чувство vini yana bir narsa, lekin menga boshqa narsa qiziq. Mayli, o'sha bu ko'chaga burilishga ulguribsiz.
burilishga ta'sir qilgan omillar ochinglar. Nega nima sabab bo'ldi? Zarbami, ustozmi, ko'zgumi, suhbatlarmi? Mana bizaga Fiziologiya, biologiya plus ustoz. Ya'ni biologiya siz buradi, ustoz to'g'ri burilishga yordam beradi. fiziologiyani ashula qilib aytib bering, biologiyani ashula qilib aytib bering, ustoz omilini ashula qilib aytib bering. Qiziq. Biologiya shunaqaki, fiziologiyamiz, ya'ni bizlar baribir tanamiz yosh o'tgan sari baribir o'zgarishlar bo'ladi. Misol uchun 70 yoshli amakim bilan 50 yoshli amakini farqi bor, 50 yoshli bilan 30 yoshlining farqi bo'ladi. Fiziologiyada o'zgarishlar bo'ladi, jismoniy, ya'ni tanada o'sha o'zgarishlar deb o'ylayman. Hali tana kuchli bo'lganda, haligi kakuni tuxumi ham kuchli bo'ladi-da. Ko'proq ana qizuv bo'ladi, bu qizuv bo'ladi, bu qizuv bo'ladi. De haligi yoshda farqi bor. Mana bitta yana bir anekdot, o'zida endi anekdotni ko'payib qoldi. Qalb etapida anekdotni ko'payaverar ekan. Anekdotlar orqali qanaqadir qiyin mavzularni tushuntirishga harakat qilar ekan odam. Ya'ni bir 20, 40, 60 yoshli bolalar o'tirgan ekan daryo bo'yi. Daryoni naryo tomonidan bir chiroyli qiz kelib qolibdi. 20 yoshli bola yechini, plavkalarni kiyib, suvga o'zini tashabdi. Uzr, kiyimlarni yechmasdan o'zini tashab olibdi. Qaynoqda hali qon. 40 yoshli sekin to'xtab, qo'l bo'lib qoladi ustunligiga deb sekin suvga tashabdi. 60 yoshli shu yerdan ham yaxshi ko'rinyapti debdi-da. Ya'ni bu fiziologik o'zgarish bor. Men o'ylayman, birinchisi shu, o'zingiz tanada ehtiyoj his qilishni boshlaysiz. Ben bilmayman qanaqa keladi. Ya'ni menda ertalab shunday ko'zimni ochdim. Bugun boshqacha kun ekan dedimda, nimadir o'zgarish bo'ldi. Qanaqa nima bo'lib qoldi? Nimadir bo'lib qoldi. Qalbga Alloh soldi. Keyin bu yerda endi o'zgarish bo'lgandan keyin o'zingizni qidirib topolmay qolasiz. Nimalar bo'lyapti deb u devorga bu devorga o'girasiz. O't yoqmayapti, o't yoqmayapti, o't yoqmayapti bo'lgandan keyin o'tda o'zi ustoz o'rni. Ustoz o'rni mana yo'l deb ko'rsatib, endi yasli, mana misol uchun yosh bola yasliga borayotgan ota-onasi bilan boradi boshida. Qo'lingizdan shunday o'xshaydi, olib boradi. Keyin bog'chada ham olib boradi. Sekin bir 3-4-sinfda bolam bor, endi o'zing maktab xattaling bilasan, sekin o'zing borib kelaver, katta bola bo'lib qolding deb 5-10 yil baribir ota-ona birga yuradi. O'sha ota-ona bo'lmasa, yaslilik bola yo'qolib qoladi. Lo'l o'g'irlab ketadi, ya'ni yomon bola o'g'irlab ketishi mumkin-da, bilmaymiz. O'shanga har doim mana shu ikkita omil bo'lsa kerak. Ustozni ismini aytmasakda, qaysi sohadagi ustozlar haqida gapiryaptilar? Ya endi Qalb sohasi, diniy soha, diyonat, psixolog, bitta filosof. savol bor edi. Juda ko'p anaqa o'zimizdan shogirdlarimiz keladi. Qanaqa ustoz topamiz? Ya'ni Avatar kinosi bor. Avatar kinosi esingizda bo'lsa, birinchi kuni o'zini ajdarini qidirib boradi-yu. Borganda haligi so'raydi. Jek Suley aytadi, qanaqa bilaman qaysi bir ma'nikida desa, His qilasan. his qilasan deydi. U seni o'ldirishni xohlaydi deydi-yu. У тебя захочет убить deydi. Bu ham shunga o'xshagan narsa. Ya'ni qilasiz. Ya'ni misol uchun qanaqa uylaringizga turmushga tegasiz? Jiz etdi. U ham jiz etadi. U qanaqa qilib topish formulasi bilan jiz etadi. Mana shu ham jiz etganlar davrasida. Lekin Sherka, ustoz topishda ma'naviy boy bo'lish uchun, ma'naviy o'sish uchun bari ustoz kerak degan fikrni o'rtaga qo'yamiz. Ustoz bo'lmasa-chi desa, shunaqa javob olgan edim. Xohlasan, sen xohlasang Alloh beradi. Savolim, siz xohladingizmi? Yo'q, siz ustozingiz bo'lmasa, siz ustozingiz shayton bo'ladi degan gap bor. To'ppa-to'g'ri. O'shanga ustoz kerak. Ustoz kerak. Mana bizni kuzatib turayotganlar borda, dod, voy, menga kerak ustoz, Alisher akaga o'xshagan mana ustozlar bor ekan. Qanday ustozga ega bo'lay desa, xohlasang o'zi keladi. Mana shu deb siz xohladingiz, kutdingiz. Tabiiyki. Bitta narsa. Har bir ustozda shogirdga ehtiyoj bor. Har bir shogirdda ustozga ehtiyoj bor. Ya'ni siz o'ylamang, ustoz topdingizda sizni shogird qilish xohlamayapti desa, unaqa emas. Ehtiyoj bor. O'sha ustozda shogirdga ehtiyoj bor. Demak, siz uni shogird emassiz, sizga nisbatan jiz etmadi. Tushmadi gul-gul. Tushmadi. Teskarisi ham shunaqa. Misol uchun shogird bor, yo bu men buni odamni tan olgan ustoz deb, lekin Hasan aka ustozim bo'lsa zo'r bo'lardi. Endi Hasan akaga podxod qidirish bo'lish kerak-da. Kalit tutish kerak. Hasan akaning xizmatini qilish kerak. Bu mana shu ustoz shogird bu xizmat orqali bo'ladi narsadir. Bu
shunchaki man pulni berib qo'ydim treningga, man endi sizga shogird bo'ldim emas. Siz treningga pulni berib qo'ydingiz, siz endi obunachi bo'ldingiz, muxlis bo'ldingiz. Lekin shogird hali bo'lmadingiz. Shogird bu boshqa kategoriya. Qalb yaqinlik bo'lsa, Bu qalb yaqinligi, bu boshqa kategoriya. Tasavvur qiling, mana men hozir Hasan akani infarktida trening o'tyapti-da, men uchun 1 million so'm berdim, treningga bordim. Hasan aka ustoz shogird, endi lachetini ham lachet deymiz. Ya'ni bu hali ustoz shogirdlik emas. Ustoz shogirdlik zauchnik bo'lmaydi. Bu обязательно offline bo'ladi. G'oyibona shogirdingizman yo g'oyibona ustozimiz degan muxlis. Bu muxlis xolos, bu hali shogird emas. Shogirdlik bu xizmat. Men Hasan akaga shogird bo'lib tushmoqchi bo'lsam, Hasan akani xizmatini qilaman. Hasan aka qayerda yurishini bilaman, qayerda yordam kerakligini bilaman. Hasan akani qarayman, anaqada Instagramda ana Shri Lankadan kelayotgan ekanlar deyman, reys bilib olaman-da, shunday kirib olaman-da, Hasan aka siz uyga boravering, chimadan-pimadaningizni 1 soat kutmang deyman. O'zim olib borib qo'yaman, adresingizni bersangiz bo'ldi. Bu xizmat. 1 marta xizmat qilaman, 2 marta xizmat qilaman. Hasan aka sal ko'ziga ko'rinishi boshlayman-da, keyin Hasan aka nima deydilar? Mana shu bola nimadir chiqsa kerak-a deydilar-da. Ke bolam deydilar-da. Ke deb sekin o'zi tarbiyatga olasiz. Guli-guliga tushish kerak. Hali kelin-kuyovlarning qalbiga o'tirganda ustoz shogirdda ham qalblar birlashishi kerak. Men aeroportdan tushsam, men chimadan kutmayman. Shogirdlar bor. Chaqirmasam ham mashinasida keladi, taksi ham chaqiradi. Keladi, eshitdim, nima qilyapsan bu yerda deyman. Urishamiz. Yo'q dedi, ustoz ozgina xizmatingni qilib. Nima qilamiz? U kayf qiladi, lekin mehr beradi. Biz ham ko'rsatmasak ham biz ham kayf. Biz ham keyin sekin duo qilib qo'yamiz. Baraka topsin, mana shu bola. Aka yoqadi. 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 Ya'ni ko'rasiz. Tushunyapsiz, ya'ni kichkina elementchilar bular. Bu ham o'sha energiya beruvchi narsalar-da. To'g'ri. Ozgina bu yerda xizmatini. Kimgadir mehr berib yaxshiroq zavq olasiz ba'zida. Hali men mehr olgandan ko'ra mehr bergan ham zavq oladi-da. Shunaqa. Shu haqiqatan bo'ladi, kimnidir ko'nglini olib Bu ham zavq bari ne'mat olasiz. bo'lsa kerak, Ha, bu men real mana shu berib zavq olgan paytlarimda energiyam shunaqa boshqacha bo'ladi. Bir xil ham sizga yaxshilik qilganini ko'rsangiz, haddi shay qalbdan chiqqan deysiz. Mana bu ham bir ishoning, mana sokin qalb deganda energiya mavzuga boryapmiz-da. Ana nimalarda hamchi darveshlar ham o'ynayotganda oladi-da, bunaqasiga beradi-yu, nimada? Raqsga tushayotganda darveshlar. Unda ham o'sha element bor. Tepadan, ya'ni energiya olib xalqqa berish. Demak, qarang, yana boshqa narsa. Burilish nuqtasi dedingiz, fiziologik, biologik nima? Bitta narsa. Ha, endi biologiya deganda bir qanaqadir sevgi his qildi yoki o'sha qalban yaqinlik his qildi yoki mana bu yerda bo'lmasa bular haqda men qaqda edim. Boya Hasan aka bir jomadonni ko'rishamiz dedilar. Keldim, aytdim. Kelasizmi derlar, Ha, Nilufar Anvarni bilmayman, mana men havas qilganman, hurmat qilganman, qadrlaydigan insonlar qatoridasiz. Shu valnadagi insonlar biz deyman. Demak, bu ham o'sha boyagi narsa-da, energiya mavzusi. Endi mana shular oldin bular tug'ildi, keyin siz burilishingizga ta'sir qildi. Balkim bular bu alomatlar bo'lmasa, balkim burilmasdan yana 1-2 yil yuraverishi mumkin ko'pchilik. Demak, kimnidir yo'ldan kimdir chiqishi insonni to'g'ri joyga burilishiga, kimlargadir yaqin yurishimiz. Men Nilufar opam bilan 100% gaplarga qo'shilaman, ne'mat. Ya'ni bu yosh katta nechtalarni ko'ramiz? 70 ga kirgan, 80 ga Mana hattoki o'zimizda mana atrofimizda tekis tadbirkorlar bor. Noto'g'ri, meni nazarimda noto'g'ri ustoz tanlab qolishgan. Sekin endi chiroyli tushuntirasiz. Mana qara, menimcha adashmaysan-u deymizda. Lekin 50 dan oshgan yoshi, lekin baribir mayli, u o'zlarining yo'li-yu, no, bu ham ne'mat deganimiz. Meni nazarimda juda noto'g'ri ketib qolayotgan insonlar bor. Chiroyli qog'ozga o'rab, o'sha qalbiga tegib qolmasin, ozor ko'rmasin deb chiroyli qilib tushuntiradi. Kimga tushunmagan yo'q. Muhrlangan bo'lsa hech nima qila olmaysiz-da. U ne'mat. Quloqlar, qalb karligi, ko'rligi to'g'ri aytyaptilar-da, oson emas. 100 marta gapiring, bari tushunaman. Vaqt shunchalik tez o'tdiki, hozir mana Alisher akam ham, siz ham, biz ham vaqtimiz oqlash. Bugun hali nima bo'lsa bo'lar ertaga, bugun mana shu mavzu doirasida mana bu qo'shimcham bor degan nima mavzungiz bor? Qalb mavzusida. Xalq ichida yuribsiz, shu temaning ichida pogrujeniya qilib turgan odam sifatida. Hasan aka, все-таки mana bu sokin qalb yo xotirjamlik mavzusida men fikrlarimni aytishim kerak degan. Yo'q, menimcha ko'p narsani gaplashdik. Shunda ham ortiqcha gap gapirdik. Yo'q, menimcha ortiqcha emas, bu chunki qalbdan chiqqan gaplar qalbga yetib boradi. Nilufar opa, menda savollar ko'p, prosta hozir vaqt cheklangan. Qaysi mavzu bugun suhbatimiz doirasida Alisher akam bilan kelganda mana bu narsani alohida menimcha ko'tarsak yaxshi bo'lar degancha.
Manimcha, agar Alisher akani o'zlari bilan gaplashadigan bo'lsa, podkast 1, 2, 3, 4 qilib opera deydi-yu. Zoomingga yangi kiriladigan serial temalar. qilish kerak. Chunki biz hozir shingil har bir joydan o'tdan bo'tdan qilib gapirdik. Agar bittagina Sushini yeb ko'rsiz har xil. ha. Rollarni yeb ko'rsiz. agar bitta mavzuni o'zini aldamaslik yoki halollikni o'zini agar ochadigan bo'lsalar, menimcha ertadan kechgacha Yo'q, vaqt bunaqa mavzularni bo'lmaydi. yaxshi tushunmayman. Bu ha, agar O'zlari uchun kashf qilayotganlar bilan insaytlarni ochsangiz ham bitta chiroyli yoki tema. umuman faqat biznesni o'zini olib tadbirkorlar uchun gapirib turganda ular uchun qalb temasini mavzusini aytsak yana umuman boshqa-da bu juda ham bir cho'zilib Men ketadi. prosta o'zingizni bugungi orqaga Oilani qarab e'tibor xatolaringiz, nima xatolaringizni ko'rdingiz va bugun qaysi xatolaringizni anglab yetdingiz va o'sha xatolarni tuzatishingiz energiya beryapti. Haligi tuxumlarim ichida bitta tuxumi meniki emasligini tushundim. Birov tashlab ketgan ekan, yaramas. 49 yil o'zim farzandimni katta qilgan ekanman. Shundan sekin yani dedimga qaytarib berishga shug'ullanyapmiz-da. O'zizni O'sha tuxumchani egon. egasiga. Lekin undan 100% voz kecha olmaymiz, Alisher aka. yo'q. Nima u tuxum? Uni oti nima? Uni oti kibr, Nafs. nafs. Shu endi har xil Faqat- ismlar bor. Erkaklar har xil gapirasiz bu narsani. Kontrol qilamiz. Uni Tarbiyalaymiz. ustida tarbiyalaymiz, lekin Borasiz sizga xalaqit beradigan, og'izga bolta Nimaga uradigan. xalaqit beradi, lekin hamma bu narsani anglamaydi-da. Anglashingiz o'zi katta gap. Siz anglagan va sizga mana- xalaqit mana bergan. hali Yo, anglaydiganlar shu kecha yo'q. kunda Ha. shuni kashf qilganlaringizdan. Endi shu tuxum birovnikini borligini bilib olamiz-yu, boshqalarda adashib qolamiz. Ana o'zimizga hamda adashtirib qo'yishimiz mumkin. lekin nega birovniki deyapsiz? Baribir o'zimizniki emasmi? Nafs bizaniki emas-da. U ya'ni- nafs sizniki emas-da, biron tuxumida bu. Lekin birov deganingiz kim u? Ya'ni birovda. Ya Hasan akamniki emas-ku, Alisher Ha. akamni. Shaytonnikida, Chunki- shayton tashlab ketgan. O'sha sizni vazifa o'sha nafs orqali boshqa joylarga, boshqa kabinetlarga olib kirib ketishdi. Chalg'itadi. U Demak, o'sha bilan kurashamiz. Ha? O'shani kashf qilamiz. Kurashamiz, kontrol Endi qilamiz. qalbi charchatgan, yiqitgan. juda ortiqcha Yo, gapirib yo. Ana Zo'r mavzu eri Alisher aka. qiladigan, qora yer qiladigan xotin degandek naql bor-ku. Inson tamom qiladigan kibr va nafs degan narsa bo'lyapti-da. Yoki aziz qiladigan ham kibr va nafsi jilovi mavzu. Hali bugungi mana shu suhbatimizda qachon bitta bo'lsa ham insayt oldingizmi desangiz, men maza qildim. Mana maza Siz qildim. nimadan Alisher ko'nglingiz aka to'lmadi? bilan- Mana bugun keldingiz. Bekor keldim degan narsa o'tdimi? Yo'q, ko'nglim to'lmadi desam, yana kibrga boraman de Hasan aka. Men maza qildim Alisher aka bilan gaplashib, ya'ni O'zbekistonda har bir xalq taniyotgan insonda qalb mavzusi haqida ochilib va shu yo'lga kirayotganini ko'rib qalbim maza qilyapti-da, xursand bo'lyapman. Chunki yaqinda bir juda chuqur fikrlovchi inson bilan gaplash, Instagramda qaragin nimalar bo'lyapti, ko'rasanmi, siqilyapman, xalq uchun undoq desa chiroyli aytdi-da. Men ko'rmayman Instagramda, men Facebookda emasman. Men maqolalar o'qiyman, men kuchli fikrlovchi, tafakkur qiluvchi insonlar bilan mashg'ulmanki, umuman Instagramdan ishim o'sha kuni o'chirib tashladim deb xafa bo'lib ketdim-da. O'sha uchun aytamanki, men hurmat qilgan, tanigan bitta shu mana Murodxon Nazarov ular bilan ham ozgina suhbatlashib qoyil qoldim, umuman boshqa dunyoni kashf qildim-da ularda ham. O'sha uchun Alisher akani ham bugun gaplashib Man shunaqangi shu chiroyli- narsada endi qalb yana gaplarim. Bir inson deydi, ustozga kelib, qo'limda yaxshilik va yomonlik echkichasi bor. Bittasi oq echki, bittasi qora echki. Qaysi biri ustun keladi desa, qaysi birini boqsang o'sha ustun keladi. Balki bugun bu Alisher akam men yaxshi ko'raman desam, Alisher akamga mehrim oshadi. Alisher akam undoq deb hali nakachvat qilib o'sha boyagi nafs yoki bir yoki qaytadi. Bir-birimizga mehrli qilsin, bir-birimizga bo'lgan samimiyatimiz davomli qilsin, xayrli ishlarda yelkadosh bo'lsin degan narsani qilsam, keyin undan ko'ra gulli ekmasam o't chiqyapti. Men sizni yaxshi ko'raman Alisher aka. Bolalaringiz telefon qildi, men xursand bo'laman, men sizdan yaxshilik ko'rganman. Men borib zavq olaman dedim. O'shandan keyin mana 3-4 ta tsepochkani qildim. Siz nimaga bu yoqqa bugun keldingiz? Men nimaga salomgalik olib qabul qildingiz? Sizni yaxshi ko'ramiz. Mani juda boshqa joyda juda ko'p taklif qilganda men javob beraman. Manja unaqa bilasiz, men introvertman. Qattiqdir chiqib yurishni yaxshi ko'rmayman. Hattoki men reklamalarda chiqib yuraman, bu meni jamoam majburlaydi meni, zo'rlaydi meni. Через не хочу. Ustoz chiqishingiz kerak. Nimani gapiraman deyman. Yo'q, bizga kontent kerak deb marketing bo'limi meni bo'g'adi. Men majburlikdan chiqaman. Men unaqa jim yursam o'zimni, mana oshxonada sushi yeb yursam men maza qilaman-da. Lekin sushi
restoran ochish niyating bormi yo'q? Mana u sushi restoranni Ha, siz biznes- palyubviy Yo'q, qilmoqchisiz. palyubviy man sushi restoranni man unaqa niyatim yo'q. Man tushunmayman. Ishqibozchilikka qilib Ishqibozchilik, uyda o'tirib ozgina guruch-puruchlarni bir-biriga yopishtirib. Hozir ustidan- aytyaptilar Alisher aka, Yo'q, yo'q, 5 yo'q, yildan yo'q, keyin Yo, yo, yo'q, uyga yo'q, kelib yo'q, aka yo'q. sushi o'rganmoqman, Yo'q. kelin sizga qilib beringizlar boshqa. Mehmonga kelsangiz, uyda Hasan aka mani juda yaxshi ko'radigan o'rtog'im Hasan aka, uyga kelsangiz, oilaviy kelsangiz men sizga sushi qilib beraman dedi. Lekin buni qanaqadir biznes qilasanmiz, menga qiziq emas. yo'q, yo'q. Buning ichidan eplolmayman. Uni biznes ham qilib bo'lmaydi. Biznes menda o'sha osh markazi. Bizi osh markazida katta bo'lganmiz. 50 yil, vaqt 50 gacha deyarli osh markazida ichida yurgan odam biz. De oshni qayerdadir sho'rib o'qib qolganini menimcha ko'rsak sal ko'zimiz yetadi-ku, cho'ta neto ketyapti, kuyib ketayotganini ko'ramiz, suv ko'proq qo'shilganini ko'ramiz-da. Bizning mutaxassisligimiz osh markazi. Просто bugun ichingizda nima desangiz, ichimizdagi narsa sushini rollar yaxshi ko'ramiz degan mavzu bo'lib qoldi. Ha, bir qalbi shu tema. Ya'ni bizada unaqa sushi restoran ochadigan ilmimiz ham yo'q. Sushi restoranni kimgadir o'rgatadigan niyat ham yo'q. Ya'ni bizada o'sha o'zimizda sekin maza qilib Sushi deganda qalb mavzusini o'xshatish qildik. Yana keyin Alisher akam sushiga, oshga nima qilyaptilar deb yurmaylar. Hali fragmentini olib tarqatsa. kimgadir sushi yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Shunaqa. Zo'r. Nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Alhamdulillah, yaxshi emas. Maza qilib. Nima zavq berdi? Maza qilishingiz bo'ladi. Energiya oldingizmi yoki Bu ketqizdingizmi? o'sha sushi to'g'risida gaplashdik-da. Bizga yoqadigan tema. Hali aytadi-yu, nimada kellar qo'zg'aladi. Mana shu kamera sizniki deydi. Biz bugun ham o'zimiz shu sushiga qidirib yurganlar birlashdik. Qalb mavzusidagi insonlar birlashdik. Qachondir qayerdandir energiya olganimizda sog'inganda bilasiz. Hasan aka, yana sog'indim, yana bir choy ichaylik desangiz, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Qachondir bir zerikkanda, unda bunda bo'lsa, chunki men shuni his qildim. O'zing yoqtirgan inson bilan suhbat qilsang energiya olarsiz. O'zing yaxshi ko'rgan insonni ko'p men sizni yaxshi ko'raman. Men sizdan ko'p yaxshilik ko'rganman. Sizga kelsam intilib zerikmayman. Semiraman, zavq olaman desangiz bo'larkan. Men bugun endi meni ishim kamerada ham bu mavzuda 2 karra zavq olaman. Bu energiyamizni kameraning orqasidagilar his qiladi. O'ylaymanki, bizani o'zaro zavq bilan bo'lgan suhbatimizni muxlislarimiz ham 10 ta bo'lsa, 20 ta bo'lsa, 100 ta bo'lsa, 1000 ta bo'lsa ham zavq olgan bo'lsa, demak biz bejiz bugun suhbat qilmadik. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa, biz o'shaning uchun bugun biz do'stlar davrasida qalb mavzusini, halovat mavzusini, xotirjamlik mavzusini ko'tardik. Bu loyihani ko'tarishda albatta bizning hamkorimiz bor. Kimgadir qilsang yaxshilik, ham aytadi, ham qaytadi. Centers Development kompaniyasi bizning bugungi barcha media loyihalarimizni orqasida harakatini, xarajatini ko'tarishda biz sizlarga mehr berishda xizmat qilishyapti. Ularga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Golden Lake loyihasini shiori ham xotirjamlik maskan. Farzandlarimiz yaxshi insonlarga, farzandlarga yaqin bo'lsin deymiz. O'zimiz yaxshi insonlarga qo'shni bo'laylik deymiz. Siz ham albatta yaxshi insonlarga qo'shni bo'lmoqchi bo'lsangiz, Golden Lake loyihasini samimiy dalolat qilamiz, tavsiya qilamiz. Azizlar, yana keyingi suhbatlarda aynan mavzuni qaysi jihatlarini yoritdik? Qaysi qahramonlar, qaysi sohadagi mutaxassislar sizni fikringizcha talqiningizda bu mavzuni ko'pchilikka yaxshi yangi jihatini yoritib berishadi. Albatta izohlarda yozib qoldiring. Alisher akam bilan bo'lgan ko'rsatuvda nimadan ko'nglingiz to'ldi? Qaysi jihatlardan ko'nglingiz to'lmadi? Uni ham izohlarda fikrlarni yozib qoling. Suhbatimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like, podpiska, podelиться va do'stlarga ulashishni unutmang. Alisher aka, sizni men yaxshi ko'raman. Nilufar opa, sog' bo'ling. Yana keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha.